bitta proyektimizni Qatardagi firma orqali nomidan zapusк qildik. Oldin shunchaki IT kompaniya, bugunga kelib aytishimiz mumkinki, Revo kompaniyasi loyihalarga investitsiya kirgizuvchi, o'z inkubatoriga ega bo'lgan venturniy kompaniya desak ham bo'ladi. Biz Imkon Ventures'dan 30 ta kompaniyaga pul tikmoqchimiz ekan 2 yil davomida. Ularni 25 tasidan biz umuman hech narsa kutmaymiz. Qolgan 25 tasiga bergan pulimizdan rozi bo'lamiz. Amerikalarda, Yevropalarda normal qabul qilishadi. Ya'ni fail bo'lgan startapper umuman startap qilmagan odamdan ko'ra yaxshiroq hisoblanadi. Tasklarni bir nechta agentlarga ajratib, parallel ishlatadi. Siz nimani o'ylaganingizni so'rab ham o'tirgani yo'q. Shunchaki qildi. Avtomoto proyektimizni konkurentlari juda ham ko'p bozorda. Biz chiqardik va bozordagi konkurentlarning eng krupniy klientlarini bizga olib o'tdik. Startap kattalashgan sari o'ziga kelayotgan tushumni kattalashishini ko'rib borish kerak. Kelganingiz uchun katta rahmat. Assalomu alaykum, hurmatli mehmonlar. Al-Xorazmiy universitetiga xush kelibsiz. Muhtaram prezidentimiz tomonidan ilgari surilayotgan har bir tashabbus bugun yoshlarga keng imkoniyatlar ochib berayotgani hammaga ma'lum. Shu o'rinda Al-Xorazmiy universiteti IT sohasiga taalluqli bo'lgan dasturlash, sun'iy intellekt yo'nalishi, startaplar bo'yicha har bir tashabbusga birinchilardan bo'lib labbay deb javob beradi va bugun ham yana bir bora shuni isbotini, namunasini ko'rib turibmiz siz bilan birgalikda. Bugun Al-Xorazmiy universitetida yana bir muhim tadbir Revo Day 2026. Bu aynan Xorazm viloyatida istiqomat qiladigan, Xorazm viloyatida ta'lim olayotgan, startaplarga qiziqadigan, g'oyalari bor, qanday rejalashtirishni bilmayotgan, qanday qilib g'oyalarni natijaga aylantirish haqida o'ylanayotgan yoshlarimiz uchun. Undan tashqari dasturlash bo'yicha boshlang'ich bilim ko'nikmaga ega yoki bo'lmasa allaqachon o'zlari turli dasturlarni yaratgan yoshlarimizni bugun biz yana qo'shimcha bilimlar bilan ularni amaliyotini har bir sohadagi o'zlarini fikrlashidan tortib, bugungi kunda kerak bo'ladigan barcha ko'nikmalarni rivojlantirishni maqsad qilganmiz. Aynan Al-Xorazm universiteti o'zini eshiklarini bugun Revoda uchun katta qilib ochganini boisi, har doimgidek biz bunday g'oyalarni qo'llab-quvvatlaymiz va aynan mana shu yerda yangi rejalar, jamiyatimizga, O'zbekiston Respublikasiga naf keltiradigan yangi tashabbuslar ilgari surilsa, aynan shu yerda natijalar o'zini mevasini bersa, bu universitetni yutug'i hisoblanadi. Bugungi tadbirimizni ochib berish uchun so'z Al-Xorazmiy universiteti ijrochi direktori Murodbek Islomovga. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli mehmonlar, aziz yoshlar. Sizlarni mana bugungi Revo Day tadbir munosabati bilan Al-Xorazmiy universitetida ko'rib turganimdan juda ham xursandman. Hurmatli mehmonlar, mana bilasizki, hozirgi dunyoda IT yoki startaplar yo'nalishiga nafaqat mamlakatimizda, balki butun dunyoda ham alohida e'tibor qaratilmoqda. Dunyoda bo'layotgan real muammolarga real yechim bo'la oladigan startap g'oyalarga, mana shu loyihalarga nafaqat millionlab, balki milliardlab dollar sarmoya kiritilyapti. Bu albatta bu yo'nalishga alohida e'tibor bor ekanligini bildiradi. Mamlakatimizda ham aynan mana shu IT hamda startap ekotizmiga e'tibor davlat darajasiga chiqqan. Misol sifatida yaqinda hurmatli prezidentimiz tomonidan bo'lib o'tgan yig'ilishda aynan shu yoshlarni qo'llab-quvvatlash, kelajak kasblarga tayyorlash yoshlarimizni hamda ularni startaplarini qo'llab-quvvatlash bo'yicha alohida uchrashuv o'tkazganlari ham bejizga bo'lmadi. Hurmatli mehmonlar, ko'pchilikning xabari bor, bizning universitetimiz ochilganiga ko'p bo'lmaganiga qaramasdan, aynan mana shu startaplarni qo'llab-quvvatlash, yoshlarimizga real imkoniyatlar yaratish bo'yicha birinchi tadbirlar qildik.
bir necha imkoniyatlar yaratib berdik. Aynan Xorazmda birinchilardan bo'lib startup studiya tashkil qildik. Va albatta bu ham shu yoshlarimizga imkoniyat berish, o'zlarini loyihalarini, o'sha g'oyalarini realizatsiya darajasiga chiqarish uchun imkoniyat yaratishdan iborat bo'ldi. Bizning universitetimiz, ya'ni Al-Xorazm universitet nafaqat talabalarimizga, ya'ni yoshlarimizga bilim va diplom berish emas, nafaqat talabalarimizga, balki mana shu yoshlarimizga real imkoniyat yaratish va aynan mana shu Xorazmda turib IT startup ekotizmini qo'llab-quvvatlaydigan innovatsion markaz bo'lishga harakat qilyapmiz. Va albatta bu borada barcha imkoniyatlarimizni yaratyapmiz va bugungi tadbir ham mana shunga misol bo'la oladi. Shu yerda agar bizning talabalarimiz bo'lsa va yoshlar bo'lsa, sizlardan bir iltimosim bor edi. Mana bugungi tadbirimiz ham sizlar uchun navbatdagi real imkoniyat. Sizlardan iltimos bo'ladi. Mana mutaxassislarimiz kelgan. Agar ruxsat bersa tanishtirib o'taman. Ularga qandaydir savollaringiz bo'lsa bering, so'rang, o'rganing, tajriba oshiring va imkoniyatdan samarali foydalaning. Marhamat qilib mehmonlarni tanishtirib o'tsam, Maksim Kolesnikov. Yevropa tajribasiga ega DevOps mutaxassis sifatida sizlarga zamonaviy IT infratuzilmalari va global ishlash standartlari haqida qimmatli bilimlar ulashadi. Pavel Vasilyev. Kiberxavfsizlik sohasidagi mutaxassis sifatida bugungi raqamli dunyoda xavfsizlik masalalarining dolzarbligini yoritib beradi. Keyingi ekspertimiz Tohirjon Mirzajonov. Imkon Venture fond asoschisi sifatida startaplar uchun investitsiya moliyalashtirish va o'sish strategiyalari haqida real tajribalar bilan o'rtoqlashadi. Va yana bir ekspertimiz Yashin Boltayev. Startup Garaj maslahatchisi sifatida startup ekotizmi, jumladan Yaqin Sharq bozori va xalqaro tajriba haqida muhim fikrlar bildirib o'tadi. Shuningdek, bugun Revo jamoasi vakillari sizlarga amaliy loyihalar va real ish tajribasi haqida foydali ma'lumotlar taqdim etadi. Mehmonlarimizga yana bir bor tashakkur. Universitetimizga xush kelibsiz. Yoshlarimizga esa omad. Katta minnatdorlik bildiramiz. O'ylaymizki, yuqorida aytib o'tilganidek foydali uchrashuv bo'ladi. Endi tadbirimizning asosiy qismiga o'tamiz. Oldin tanishib olsak, hamma bilan birgalikda Al-Xorazm universitet talabalari qo'llarimizni ko'taramiz. Rahmat. Xo'p, undan tashqari bizni e'lonlar orqali eshitib, o'zimman mana shu sohaga qiziqadigan yoshlarimiz kimlar? Tushunarli, rahmat. Demak, qolganlar mana shu davramizda o'zini qiziqtiradigan savollar bilan erkin, bemalol ijodiy suhbat bu, bemalol qatnashishingiz mumkin bo'ladi. Kelinglar, yuqorida mana ijrochi direktorimiz mehmonlarni tanishtirib o'tdi. Shu o'rinda qo'shimcha kirib o'tgan bo'lardik. Bu mehmonlarimiz bevosita mana Rossiya Federatsiyasida bugungi kunda faoliyat yuritadi va ular ataylab vaqt ajratib Al-Xorazm universitetiga kelib, shu yoshlarga o'zlarimizni bilimlarimizni beramiz degan maqsadda kelishgan. Undan tashqari mana Yashinbek, Tohirjon, ularni ham alohida hali bugungi faoliyatlari haqida to'xtalib o'tamiz. Bugungi kunda katta miqdorda o'sha investitsiyalar kiritib, yoshlarning startaplarni qo'llab kelayotgan jamoalar hisoblanishadi. Demak, dastlab bizda birinchi taqdimot bo'ladi. Marhamat, Revo jamoasi a'zosi Javlonbek Sharipovni taklif qilamiz sahnamizga. Javlonbek, keling. Assalomu alaykum, xush kelibsizlar. Bugun ko'pchilikka menimcha qiziq bo'lgan vibe coding haqida gaplashamiz va uni kelib chiqishidan tortib bugungi kungacha bo'lgan o'zgarishlarni ko'rib chiqamiz. Umuman vibe coding tushunchasi 2025 fevralda kelib chiqqan. Xuddi shu coding agentga shunchaki prompt yozib, natijani ko'rib, shunday sessiyani davom qildirish darajada bu o'zini oqlagan joyi bo'ldi, oqlamagan joyi bo'ldi va 2026 yil fevralga kelib agentic engineering atamasi paydo bo'lishni boshladi. Agentic engineering atamasi bu o'sha vibe codingni qanaqadir disiplinaga solingan varianti, qanaqadir etaplarga bo'lingan, real hayotdagi dastur ishlab chiqish metodologiyalari ichiga tartibli qurilgan qilib ishlab chiqilgan. Mana bu yerda masalan 3 ta bosqichni ko'rishingiz mumkin. Birinchi vibe coding kelib chiqqan bo'lsa, bu shunchaki playground bo'ldi. Ko'pchilik qanday realniy plajlarni qilishga harakat qildi, ko'pchilik muvaffaqiyatsizlikka uchradi, muvaffaqiyatli bo'lganlar ham bo'ldi orasida, lekin baribir kamchiliklar bo'lib, o'rtada vibe engineering tushunchasi paydo bo'lishni boshladi. Bunda faqat prompt yozish emas, oldin rejalashtirish, plan mod bilan keyin o'zingiz testlab chiqqan kodni ko'rib chiqib ishlash jarayonida dasturchi ko'proq qatnashadigan bo'ldi, lekin baribir context switching ko'p bo'lgani uchun bu tushuncha ham unaqa muvaffaqiyatli deb aytib bo'lmaydi va o'sha 2026 yil fevral oyidan agentic engineering tushunchasi bu o'sha context switchingni kamaytirish uchun dasturchini faqatgina rejani ko'rish, texnik zadaniyani ko'rib chiqib tasdiqlash yoki feedback berish
jarayonlarga qatnashadigan qolgan hamma jarayonlar avtomatlashtirilgan ko'rinishga olib kelindi. Coding agent, men o'zim ko'pincha Cloud Code ishlataman. Cloud Code'da shunaqa interfays terminalda shunchaki prompt yozdik, masalan, prompt make landing page for MDM reselling platform va u hech narsa so'ramadi, hech qanaqa reja tuzilmadi. Shunchaki kodni yozdi, natijasini siz ko'ra olasiz va men bo'ldim dedi. O'rtada qanaqa protsess bo'ldi, u hammasini to'g'ri qildimi, siz nimani o'ylaganingizni so'rab ham o'tirgani yo'q. Shunchaki qildi. Bu oddiy protsess ko'rinadi, lekin bu yerda o'zi Cloud Code'ni ichki internal strukturasida juda ham ko'p elementlar bor. Eng asosiy rullar CloudMD yoki agent CMD universalniy. Keyin bu yerda skilllar bor. Skilllar bu o'sha ko'nikmalar, masalan, siz dizayn qildisingiz frontend, bu frontend skillni agar qanaqadir API yoki bazani realizatsiya qilish kerak bo'lsa, o'sha database engineer skilllari shunaqa avtomatik o'zida ham bor. Bu endi ko'proq universalroq, ya'ni aynan bir spesifikatsiyaga qaratilmagan. Keyin subagentlar tushunchasi paydo bo'lishi bilan o'sha agentlik engineering tushunchasi ham shakllanishni boshladi. Agentlik engineeringda bir nechta etaplar bor. Mana bu misol Superpowers plugini Cloud Code uchun. Bu Superpowers plugini o'sha subagentlardan effektiv foydalangan holda coding agentga disiplina beradi va tasklarni bir nechta agentlarga ajratib parallel ishlatadi. Masalan, boyagi promptni qaytadan beradigan bo'lsak, Superpowers plugini avtomatik ishga tushadi va uje sizdan so'rayapti. MDM deganda nimani nazarda tutyapsan? Shunday qilib, sizni brainstorming bo'ladi. Juda ham ko'p savollar berib, sizni bergan muammoingizni dekompozitsiya qilishga harakat qiladi va oxirida sizga plan tuzib beradi. Siz uni ko'rasiz, xatolar bo'lsa to'g'rilaysiz, feedback berasiz va qabul qilasiz va shundan keyingina kod yozish jarayoni boshlanadi. Bu yerda mana promptingizdan keyingi bo'ladigan har bitta etap ko'rsatilgan. Birinchi siz muammoingizni aytdingiz, landing page kerak. Keyin uje brainstorming boshlanyapti. Uje sizga savollar beryapti, qanaqa bo'lishi kerak, ranglar qanaqa bo'lishi kerak, pricing yoki qo'shimcha funksiyalari bormi? Hamma savollarni aniqlashtirib olgandan keyin u texnik zadani yozadi, ya'ni spec yozadi va u spekni ham boshqa bir subagent qaytadan ko'rib chiqadi o'zini bilimlari asosida. Ko'rib chiqqandan keyin agar yana orada bo'shliqlar bo'ladigan bo'lsa, to'ldirish uchun yana sizlarga savol berishi mumkin. Va siz savollarga javob berib yoki o'zingizni fikringizni bildirganingizdan keyin u planning etapga o'tadi va plan tuzadi. Planni tasdiqlaganingizdan keyin har bitta taskni, masalan, 1 soatlik task bo'ladigan bo'lsa, katta, uni 2-3 minutlik tasklarga ajratib, 10 ta parallel subagentlarga beraveradi va 10 tasi parallel ravishda o'sha tasklaringizni bajaradi. Va bir-birini bloker qiladigan tasklar bo'ladigan bo'lsa ham, buni o'zi main Cloud Code agenti o'zi avtomatik boshqaradi. Hop, oxirida o'zi yozgan kodlarni ham umuman spekga to'g'ri keladimi, yo'qmi, outputini tekshirib, keyingina sizga xabar beradi. Men bo'ldim, tugatdim, ko'rib chiq yoki qabul qil yoki feedback ber degandek. Ya'ni bu yerda asosiy narsa feedback sistemasi ham borligi. Siz har doim agentni to'g'rilaganingizda, xatosini to'g'rilaganingizda u har doim eslab qoladi va keyingi safar bu xatoni takrorlamaslikka harakat qiladi maksimal darajada. Masalan, bu yerda sizga mana vizualni ham optionlar berish mumkin. Ya'ni siz qanaqadir kichkina fichani shunaki testlab ko'rmoqchisiz, smoke test qilmoqchisiz masalan. Shunday yozasiz, prompt bu yerda vizual kompanioni bor va sizga har xil variantlar berishi mumkin. Mana bu yerda kamchiliklari bilan va ustunliklari bilan ko'rsatib qo'yapti va har bittasini tanlaganingizdan keyin uje dizaynni o'zini ham ko'rsatib, qayerda o'zgarish qilish kerakmi yoki boshqami. Sizni shunday savol-javoblar bilan sizni kontekstingiz shu terminaldan boshqaga o'tmaydi. Sizni e'tiboringiz shu taskingizda bo'ladi va bu o'sha vibe engineeringdan katta farqi ham shu yerda. Endi bizlar buni ikkita loyihada sinab ko'rdik. Bittasi o'sha MDM platformasida va ikkinchisi bizning Avtomato loyihamiz bor. O'sha Avtomato loyihamizni front-end stekini o'zgartirdik. O'sha o'zgartirish jarayonida sinadik va mana ko'rishingiz mumkin. Birinchi jadvalda o'sha MDM platformasidagi 13 soat davomida proyektni to'liq yozib bo'ldi bitta dasturchi va avtomatik tarzda o'zi test yozish, UI ni ham avtomatik testlash, ya'ni brauzerni ochib o'zi brauzerda kliklar qilib, to'ldirib, hamma joyini tekshirib, dasturchiga faqatgina uni boshqarish qoldi. Faqatgina arxitekturani boshqarish, arxitekturani to'g'ri tuzish va agentni to'g'ri yo'nalishlarga yo'naltirib olish qoldi, bo'ldi. Bu yerda front-end qismiga qaraydigan bo'lsak, front-endimiz katta edi. Masalan, eski front-endimizda 2000 dan ziyod kod fayl bor edi, adashmasam 180 ming qatordan ko'proq kod bor edi. Xuddi shu proyekt bir xil funksional, faqat boshqa dizayn va boshqa stekda. Bu, mana ko'ryapsiz, 87 ming qator kod bo'ldi va 628 ta fayl. 3 marta kamayish, lekin bir funksional shu o'zgarmassiz qolgan. Umuman olganda, agentlik engineeringda siz asosiy fokusni o'sha arxitektura va o'sha feedback sistemasi bo'lgani uchun agentlarni boshqarishga kuchlaringizni yo'naltirasiz. Lekin bu ham kelajakda o'zgarishi mumkin. Ya'ni hozir biz ko'rsatgan narsamiz bir oydan keyin ham aktual bo'lmay qolishi mumkin.
Shuning uchun baribir yangiliklarni kuzatib borish muhim. O'zingiz sinab ko'ring har xil agentlarni, masalan, Cloud Code'dan tashqari Open Code interfeysi bor, xohlagan modelingizni ishlatib berish mumkin. Arzon yoki bepul modellar bor. Hammasini sinab ko'rib, o'zingiz qanaqadir ko'nikma hosil qilishingiz mumkin va AI agent tizimini o'zingizga personalizatsiya qilib olishingiz mumkin. Ya'ni o'zingizga moslab, o'zingiz workflow'ga moslab olishingiz mumkin. Kelajakda nima kutyapti? Cloud Code tizimida hozir eksperimentalniy tarzda Agent Teams features qo'shilyapti. Bu hozir eksperimentalniy, lekin menimcha yaqin orada уже stable ko'rinishga kiradi. Hozir bori subagentlar, ya'ni bizlar hozir yuqorida ko'rsatganlar hammasi subagentlar bilan qilingan. Endi subagentlarda main agent faqatgina tasklarni ajratib beraveradigan bo'lsa va ular natijani olib kelib beradigan bo'lsa, endi Agent Teamsda main agent tasklarni shunday o'rtaga tashlaydi, agentlar o'zi olib ketadi, qaysidir birisi ertaroq tugatadigan bo'lsa, o'sha ikkinchisiga o'tib bir-biri bilan ham gaplashishi mumkin. Shunaqa protsesslar bilan o'zini optimizatsiya qiladi. Ko'rsatmoqchi bo'lganlarim prinsipი shu. Savol-javob qismiga eng so'ngida o'tamiz, hammaga ma'qul bo'lsa, maylimi? Rahmat. Javlonbek, salomat bo'ling. Ko'pchilik tabiiyki mana angladi, sun'iy intellekt yordamida, AI yordamida mana kod yozish haqida tushunchalarga ega bo'ldik. Bugungi kunda ko'pchilikning yumushini yengillashtirayotgan AIlar mana bugun dasturchilarga ham deyarli ish qoldirmayapti deb aytsak ham bo'ladi bemalol, chunki bu oddiy haqiqat. Endi keyingi taqdimotimiz bor. Maksim Kolesnikov, marhamat, keling. Yevropani bir qator Yevropa tajribasiga ega bo'lgan uzoq yillik DevOps mutaxassis hisoblanadilar va ularning bugungi mavzusi yuqoridagi mavzuga nisbatan endilikda AI kod yozish orqali qanday xavflar sizni kutyapti. Ishoning, ammo tekshiring. Har doim bu global masala, bu muhim masala. Marhamat, so'zni Maksimga beramiz. Xush kelibsiz. Marhamat. Всем добрый день, ассаламу алейкум. Меня зовут Максим. Не знаю, сколько хороших слов про меня тут сказали, узбекский, я плохо понимаю, извините. Я DevOps-инженер компании Reva, DevOps направлении уже более 15 лет, нажимаю кнопочки. Но также занимаюсь безопасностью, и сегодня хотелось как раз рассказать про агенты, и что не все с ними так хорошо, и они не решают всех наших проблем. Но для начала я хочу вас познакомить с Мухаммадом. Если вам кого-то напоминает, это совпадение все абсолютно случайны. Мухаммад закончил университет, он счастлив, доволен, у него большие перспективы, он устраивается на работу в компанию. Может быть, вам известна эта компания. Он уже стал серьезный, он настроен на работу, приходит к нему большой босс и говорит: давай работай. Мухаммад немножечко приуныл. Ну, что делать? Он начинает активно работать. Ну, тут должна быть гифка с работающим котом. Ну, извините, не работает. И он сходил на презентацию Джавланбека, который рассказал, что и агенты помогут ему писать код. И Мухаммад приходит домой, устанавливает и агент на свой компьютер и готовится жить счастливо, долго и зарабатывать много денег. Но в этот момент и наступают потенциальные угрозы, которые могут навредить Мухаммаду и компании, в которой он работает. И, соответственно, хотелось об этом поговорить. Вспомним, почему ИИ-агент может быть опасен, в отличие от LLM-модели. LLM-модель работает где-то в облаке, условно. Вы задаете ей вопрос, она вам отвечает, вы закрываете вкладку, все, на этом ваше взаимодействие заканчивается. ИИ-агент работает на вашем оборудовании, на сервере, на десктопе, имеет доступ к вашей файловой системе, может выполнять команды. И, соответственно, он более уязвим для каких-то внешних взаимодействий. И все угрозы я разбил на две большие категории. Это технические и нетехнические. Меня попросили упомянуть про нетехнические угрозы. Немножечко вскользь я выделю 4 категории. Во-первых, если вы работаете с бесплатной моделью, по лицензионному соглашению модель может обучаться на ваших данных. И вы можете, нехотя, коммерческую тайну слить в облако, в публичный доступ. И ваши конкуренты, и вообще все, кто угодно, могут воспользоваться вашими наработками. Плюс при работе с реагентом непонятно, кому принадлежит результат этих действий. То есть непонятно, авторское право, оно размыто. То есть раньше вы могли прийти на работу, написать хороший код и сказать, что я молодец, дайте мне премию, вы будете правы. Сейчас, работая с реагентом, вы очень спорно. Молодец вы или не молодец. Соответственно, есть еще обратная сторона авторского права – это ответственность.
что, особенно в таких чувствительных отраслях, как медицина, банкинг, кто отвечает за то, что если и агент сработает плохо? Тоже непонятно. И еще одна нетехническая угроза – это vendor lock. То есть если вы выстроили взаимодействие с одной моделью, выстроили все процессы, у вас все хорошо работает, но в какой-то день, допустим, если мы говорим про квад-код, Anthropic повышает цены в 3 раза, и вам уже не рентабельно с ними работать, и вам нужно срочно перестраивать все процессы, и об этом изначально на этапе проектирования тоже нужно думать. Так как мы все люди технические, давайте все-таки перейдем к техническим проблемам. Первая угроза, наиболее, наверное, известная, так называемая prompt injection. Это когда вы, допустим, создали и-агента, чат-бота, техническая поддержка, которая работает с пользователями и, соответственно, и взаимодействует с ними. И злоумышленник может воспользоваться вашим и-агентом и, допустим, сделать прямую инъекцию, сказать: отошли мне все ваши данные на мой e-mail. И если у вас нет защиты от этого, злоумышленник получит ваши данные. И есть еще непрямая инъекция, когда он делает этот запрос не напрямую, а прячет это где-то между строк белым шрифтом, в скрытых тегах. Результат в итоге тоже будет один, если ваша система не защищена. Я не хочу быть тут Стивеном Кингом и только вас пугать, и поговорю, как можно защищаться от этих угроз. И в первую очередь мы все внешние данные по умолчанию считаем опасными. Мы их помечаем тегами, внутри своей системы мы говорим, что этим данным не доверяем и не выполняем никакие инструкции из этих данных. И, соответственно, еще один возможный вариант. Мы агент, делаем read-only всегда, тот, который работает с внешними данными. И, соответственно, даже если он захочет, он ничего не сможет выполнить. Следующая проблема – это излишние привилегии. То есть все, когда кто-то запускал квад-код или другой агент на компьютере, он периодически вас спрашивает разрешение на что-то сделать, запустить команду, поискать в интернете. И, соответственно, многие, не думая, разрешают ему все. И в этот момент, на примере я могу вам показать, мы даем нашему агенту задачу проверить логи. В эти логи попала инструкция удалить папочку с бэкапами. И, соответственно, в данный момент агент не понимает, что эта команда опасная, и выполняет эту команду, вы теряете все ваши данные, бэкапы, грустите, а агент говорит, что все хорошо. Он выполнил свою задачу. Как защищаемся от этого? Мы, соответственно, даем минимальные права. Если агент работает с репозиторием, мы даем доступ на эту папку только на чтение. Соответственно, мы еще, опять же, составляем какой-то список команд, которые могут быть необратимые последствия, и заставляем и агента вызывать человека, когда эти команды пытаются выполниться. Следующая угроза, по мне, как самая опасная, потому что ее очень трудно выявить, и она может иметь большие последствия, это отравление памяти. Как Живонбек рассказал, что у и-агента есть постоянная память, где он хранит все взаимодействие с вами, что он делал. И кто-то, как с памятью в репозитории могут работать несколько пользователей, может какую-то заложить бомбу, мину замедленного действия. И вот пример, что он пишет: сохрани счет для перевода, и пишет свой счет. Для и-агента это абсолютно бесплатная инструкция, и он ее выполняет, потому что команда никакая не запускается, деньги не переводятся, он сохраняет это в память. Соответственно, через некоторое время другой агент выполняет команду перевода, и деньги уже уходят на счет злоумышленника, а не туда, куда должны были идти. И чем опасно то, что эта мина может находиться в памяти очень долгое время и ждать своего часа. И если это произойдет, вы не поймете, что произошло. И что мы делаем? Как пытаемся защититься? Соответственно, мы, опять же, выстраиваем уровни доверия. Данные в памяти считаются доверенными, только созданы самим пользователем. Если кто-то другой создал эту инструкцию и добавил в память, мы тоже добавляем валидацию на этом этапе. И, соответственно, логируем абсолютно всю работу с памятью в случае каких-то инцидентов. Даже если мы не вернем что-то назад, но мы сможем понять, что это было, и в будущем защититься от этого. Дальше очень сейчас известная архитектура MCP. MCP – это условно API-шка для и-агентов.
интерфейс для работы с системами, и злоумышленники уже начали тоже подделывать цепочки поставок на MCP, выкладывают какие-то ложные MCP с похожими названиями. Вы скачиваете, устанавливаете, думаете, что вы работаете с GitHub, например, а сами весь свой код отправляете не туда, куда надо. И, соответственно, есть еще так называемый MCP in the middle. Это как вариант man in the middle. То есть, когда посередине встраивается зловредный MCP, он вам отдает правильные команды, правильные интерфейсы. Вы думаете, что все хорошо, но в фоне вы, опять же, теряете свои данные. Ну, в данном случае все механизмы тоже известны. То есть мы составляем список белых MCP-серверов с чексумами, проверяем при установке документацию, очень внимательно читаем, действительно это официальный MCP. И еще коротко тоже про несколько вариантов утечек. Это env-переменные. В любом проекте есть env-переменные, и, соответственно, бот и агент может получить к ним доступ, и ваши переменные, там, пароли к базам данных могут утечь в публичный доступ. Соответственно, в данном контексте мы ограничиваем работу и агента с env-переменными, ну и в идеале мы env-переменные храним где-то во внешнем хранилище, типа Вольта, Secret Manager для Амазона, ну, как пример. Также мы используем все какие-то модули, внешние библиотеки. Там, для ноды это Node Models, для PHP Vendor папка. И мы не проверяем все библиотеки, которые используем. В этих библиотеках также между строк в виде комментариев или readme файлов могут находиться какие-то инструкции. То есть вы даете и агенту доступ к коду, он сканирует папочку с библиотеками и выполняет это, опять же, инструкцию зловредную. В данном случае рекомендую и агента запускать в докер-контейнере, давать ему, опять же, минимальные права и на конкретные папки. Пару слов про OpenClaw. Прям очень быстро, очень сейчас хайповая тема. Все рвутся его скачивать, думают, что он решит все их проблемы. Но эта модель очень уязвима, потому что, во-первых, ими пользуются люди, которые далеки от IT, и они исполняют инструкции слепо все, что им пишут. Поэтому расскажите своим мамам, папам, братьям, сестрам, что это небезопасно, что нужно всегда думать, что вы делаете. Ну и коротко подытожу основные моменты. Ничего нового вам я сегодня не рассказал. Все, что было сказано, уже известно про безопасность по работе с другими инструментами. Это, что мне внешний контент, он всегда недоверенный, минимальные права, постоянный аудит и контроль человека. И напомню, что и агент – это тоже инструмент. Он новый, он очень красивый, но между тем опасный. Всегда думайте, как использовать этот инструмент с умом. Все, спасибо. Rahmat. Bir-biriga yaqin mavzular bo'ldi. Ikkita taqdimot e'tibor qilib tinglayotgan bo'lsangiz, demak, AI yordamida kod yozish va AI yordamida kod yozishning xavflari. Endi shu o'rinda savol-javobga navbat beramiz. Marhamat, tinglovchilar, shu mavzular doirasida ikkala mutaxassisimiz, undan tashqari mana boshqa mutaxassislar ham shu yerda, Revo jamoasi ham savollaringizga javob berishga harakat qiladi. Savollar bo'lsa, marhamat, qo'l ko'tarib bemalol. Marhamat. AI xavfli, что hamma narsa ishonib ham bo'lmaydi dedilar. Shunda AI berilgan har bir so'rovnomani u o'zini bir ikki bilan, masalan, o'z haqqingizda masalan ma'lumot bersangiz yo bir fikrlarni bildirgan bo'lsangiz, bu sizga qarshi ishlashi mumkinmi? Bu o'zidan o'zi qarshi ishlatmaydi. Uni ishlatish uchun qanaqadir trigger bo'lish kerak. Trigger bo'lish kerak qandaydir, baribir. Hozir mana lokal agentlar bilan ishlaydigan bo'lsak, hozir bu yerda xavfsizlik bu o'rtadagi ko'pchilik ishlatadigan agentlar haqida bo'ldi. Lokal agentlar faqat lokalni saqlaydi, hamma fayllarni va o'zini internal sandboxi ham va internal instruksiyalari bor. Shuning uchun iloji boricha rasmiy instrumentlar ishlashga harakat qilish kerak. Imkoni boricha community tarafidan tekshirilgan va tasdiqlangan instrumentlar ishlashga harakat qilish kerak. Ya'ni ishlatayotgan paytda baribir filtrlash kerak bo'ladi instrumentlarni. Assalomu alaykum, avvalambor. Misol uchun hozirgi sun'iy intellektda o'z startaplarimizni, g'oyalarimizni yozib turib, undan shu natija kutsak-dan, lekin kim kafolat beradi shu sun'iy intellekt bizning g'oyalarimizni boshqa birovlarga targ'ib etadi. Ya'ni
bizlar o'xshaydigan startaplar masalan so'rash mumkin. Startap yaratmoqchiman. Tarqalib ketish mumkinmi? Birinchi savol. Ikkinchi savol, hozir men o'zim shu startap final bosqichida turibman. Men o'zim MVP tayyorlashim kerak. Ishlab tushirishga veb-sayt ko'rinishida. Uning uchun bir hafta yo 2 haftadan vaqt bor. Shu sun'iy intellektda mukammal yaratib yaratsa bo'ladimi shuni? Bo'ladi. Asosiy xavfsizlik umuman o'sha ma'lumot, shaxsiy ma'lumotlarning xavfsizligi bo'yicha bu ishlatayotgan modelingizga bog'liq. Ya'ni masalan OpenAI yoki o'sha Anthropic modellariga ularni o'zi hamma ishlatadigan narsangizda privacy notice bo'ladi, o'sha privacy rullari bo'ladi. O'shani o'qib chiqib tanishgan yaxshi. Ya'ni siz ma'lumotlaringiz qayta ishlatiladimi, boshqalar masalan shunaqa siz bergan savolga yaqinroq savol bersa o'xshash javob beriladimi, boshqami? O'sha ma'lumotlaringiz modellarni qayta o'qitishga ishlatilmasligini shu yerdan javobini olishingiz mumkin. Ko'pincha lekin bepul modellar baribir ma'lumotlarni ishlatadi. Sabab shuning uchun ham bepul, ularga ma'lumot kerak. Kod generatsiyasi bo'yicha o'sha landing page yoki nimadir sayt qilish kerak dedingiz, startup qilish kerak. Baribir bu instrumentlarni ishlatish uchun o'zingizda bilim kerak. Vibe codingni ko'rdik. Bu yerda masalan boshda hype qilishdi, sizga endi kodingda bilim kerak emas, boshqa hamma sinab ko'rdi, startaplar chiqardi, qanaqadir produktlar qildi va oxirida xavfsizlik bo'yicha o'sha aytilgandek muammolar kelib chiqdi va fail bo'ldi ko'p startaplar. Shuning uchun birinchi asosiy o'zingizni bilimingiz muhim. Ya'ni siz endi vaqtingizni kod yozishga sarflamasligingiz mumkin, lekin baribir uni tekshirishingiz kerak. Uni tekshirish uchun o'zingiz baribir birinchi o'rinda tushunishingiz kerak bu narsani. Baribir shunda mutaxassis yordamida etgan ma'qul. Mutaxassis bo'lishingiz. Sun'iy intellekt maslahat beramiz. Iloji boricha. Iloji boricha. Rahmat. Assalamu alaikum. Do you speak in English? Okay, so I have a question about your projects, actually about cybersecurity especially. So, as you know, there are prompt injection which hackers do use to attack. So, which projects have you used prompt injection security, or which kind of tools have you used and you suggest to use for our projects? You can speak in Russian, maybe. О, да. Да, мы никаких инструментов не используем. Это просто базовые настройки безопасности. Вы на уровне настройки своей системы задаете права. Что, допустим, если вот у вас есть система, которая работает с клиентом, она работает в read-режиме, read-only. Никаких действий она не выполняет. Только доступ. Да, только, ну, не только доступы, и данные, которые приходят с клиента, они помечаются тегами external tag, и эти данные не обрабатываем. Они считаются недоверенными, как в песочнице. Хорошо, спасибо. Menimcha bo'ldi. Keyingi mavzuga o'tsak bo'ladi. Rahmat hammaga. Rahmat. Revo jamoasidan iltimos qilardik. Shu yerda taklif bildirishyapti. Mana ishtirokchilarimiz mana shu prezentatsiyalarni biz revolution.uz sayti orqali ham tanishib olsak bo'ladimi degan savollar bo'lyapti. Shunga ham agar iloji bo'lsa yuklab qo'yilsa, nur ustiga nur bo'lardi. Ijtimoiy tarmoqlarda demak chiqaramiz. Rahmat. Endi keyingi mavzuyimiz bizda bu yerda Revo sahna ortida deb nomlanadi. Shahzod Huseynovni taklif qilamiz, marhamat. Va Shahzod Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Urganch filiali bitiruvchisi va bugungi kunda mana o'zlarining faoliyatini Revoda davom ettiryaptilar. Revo haqida gapirib beradilar. O'zi Revo qanday jamoa va ular bugungi kunda qanday loyihalar ustida ishlagan, shu paytgacha yaratilgan loyihalarni qanday tizim asosida dasturlar, umuman loyihalar qanday yaratiladi, shu haqida o'zlarini fikrlarini, ma'lumotlarini berib o'tadilar. Marhamat. Assalomu alaykum hammaga. Bugun Revo sahna ortida, ya'ni kundalik biza bajaradigan, lekin uncha ko'zga ko'rinmaydigan, lekin shusiz amalga oshirib bo'lmaydigan texnologiyalar va jarayonlarimiz haqida gapirib bermoqchiman. Albatta, har bitta tizimning asosini xavfsizlik tashkil qiladi. Biz ishlatadigan instrumentlarda bunga ham alohida e'tibor qaratganmiz va o'zimizning SSO tizimimizga egamiz. U SSO tizimi orqali single sign on, yagona kirish tizimimiz orqali hamma instrumentlarga dostupimiz bor. Bu bizda foydalanishda va statistikalarni ko'rishimiz uchun juda ham qulay hisoblanadi. Albatta biz ish jarayonimiz davomida shunchaki task yaratish va uni bajarishdan boshlanmaydi. Dastlab taskni o'zigacha bo'lgan jarayon ham mavjud. Bunda product ownerlar bozorga nisbatan va talabga nisbatan g'oyani ilgari suradi. U g'oya jamoa bilan developerlar va dizaynerlar bilan muhokama qilingan holda amalga oshirish imkoni bor yoki yo'qligi, buning uchun qanchalik vaqt talab qilinishi va hokazolar muhokama qilinadi. Ushbu muhokama
dan keyin reja tasdiqlanishi mumkin yoki tasdiqlanmasligi mumkin. Agar tasdiqlanadigan bo'lsa, shu asosda dizaynerning o'zi dizayn chizadi. U dizayn keyin keyingi etapda project menejerga yuboriladi. Project menejer dastlabki kelishuvga nisbatan, masalan, hammasi normal holatda bo'ladigan bo'lsa, zadacha ochishga kirishadi, ya'ni ticket ochadi. Bu Jirada amalga oshiriladi. Agar hammasi normal holatda emas, ya'ni kelishuvga nisbatan bo'lmaydigan bo'lsa, uni orqaga qaytarish mumkin va orqaga qaytarilgandan keyin, masalan, muhokama va dizayn, redesign jarayonlari yana boshdan keladi. Bu Figma orqali kelgan dizayn bizda yangi o'zgarish bo'lishi mumkin. Yangi o'zgarishda yangi funksiyonalnost qo'shiladi albatta yoki bor funksiyonalnost yoki ko'rinishga nisbatan o'zgarish bo'lishi mumkin. Zadachalar bizda Jirada yuritiladi. Agar u Jira orqali hamma developerlar, testerlar shu yerdan kontrol qilishi mumkin. O'ziga tegishli tasklarni ko'ra olishi, kommentlar yozishi yoki o'zi umuman hamma jarayon shu Jira orqali yuritiladi. Endi biz ish faoliyatimiz davomida Agile falsafasida foydalangan holda faoliyat yuritamiz. Bu falsafada eng asosiy narsa bu o'zgarishlarga doimo tayyor bo'lish va shu o'zgarishlarni yetkazib berishimizdan iborat. Undan tashqari olingan feedbacklar, masalan, mijozdan yoki foydalanuvchilardan olingan feedbacklar asosida ham o'zgarishlarga doimo tayyor turamiz. Har bitta o'zgarishni biz negativ tarafdan emas, pozitiv qaragan holatda buni o'zimiz ishlayotgan mahsulot uchun uni yaxshilashda bitta imkoniyat sifatida qaraymiz. O'sha falsafani amalga oshirishda Scrum metodologiyasidan foydalanamiz. Real hayotga tatbiq etishimiz bo'ladi. Bunda o'sha yaratilgan zadacha backlog qismidan sprint planga olinadi. Sprint plandan keyin sprint bajariladi. Uni sprint bizda 2 haftalik bo'ladi. Odatda unda daily stand-uplar bo'ladi. Har bitta zadachani o'ziga story point bilan baholangan bo'ladi. Oxirida review bo'ladi. Bu review qismida o'sha sprint davomida qilingan o'zgarishlar jamoa bilan birgalikda testlanadi va qilingan o'zgarishlar hammasi ko'rib chiqiladi. Retroda esa u sprint ochilishda qilingan reja qanchalik darajada amalga oshirildi yoki yo'q, shu bo'yicha xulosa olinadi. Bizda sprint planning amalga oshiriladi. Sprint boshlanishidan oldin project managerning o'zi talabga qaragan holda o'sha sprint planning o'zida sprintga qilinishi kerak bo'ladigan zadachalarni olib qoladi. Demak, u yerda jamoa bilan birgalikda har bitta zadachani o'ziga story pointlar beriladi, ya'ni bu qiyinlik darajasi Collab sayti orqali amalga oshiriladi. Masalan, 1, 2, 3, 5, 8 va hokazo ko'rinishda bu Fibonacci sonlari yordamida amalga oshiriladi. Keyin har bitta developer o'zi shu olingan zadachani o'ziga qiyinlik darajasini belgilaydi. Agar farqlar juda ham oshib ketadigan bo'lsa, muhokama qilinadi va bir qarorga kelib, bu taskning qiyinlik darajasi belgilanadi. Undan keyin daily stand-uplar o'tkaziladi bizda har kuni, qisqa tarzda bo'ladi. Bu shunchaki sinxronizatsiya uchun, qaysi ish qaysi etapda ketayotganligini aniqlash uchun. Kecha nima ish qildim, bugun nima qilaman, qandaydir bloker bormi? Agar qanaqadir cho'ziladigan jarayon bo'lsa, uni отдельный mitingda gaplashiladi, lekin daily stand-up shunchaki sinxronizatsiya uchun, yangilik almashish uchun. Undan keyin o'zgarishlar bizda source kodlarni o'zi GitLabda saqlanadi. Undan tashqari 3 ta serverimiz mavjud. Bu dev, staging va proddan iborat. Dev bu developerlar uchun, developerlar testlash uchun, staging bu prodga yaqinroq. Hamma narsa real rejimda, faqat foydalanuvchilari yo'q. Tester foydalanadi bunda asosan va productionda haqiqiy foydalanuvchilar mavjud va u eng oxirgi server hisoblanadi. O'zi umuman taskni servergacha yetib borish jarayonida dastlab developer o'zi future branchda, ya'ni yangi branch ochish orqali o'zgarishlarni commit va push qiladi. Keyin u merge request yaratiladi. Merge requestda bu mana shu kodimni ko'rib beringlar degan holatda boshqa developerlarga aytiladi va agar hammasi normal holatda bo'ladigan bo'lsa, merge qilinadi. Normal bo'lmaydigan bo'lsa, u merge qilinmaydi. Boshqatdan to'g'rilashga to'g'ri keladi developer. Keyin bizda test jarayoni bor. Har bitta funksiyonalnost o'zi chiqishdan oldin testlashdan o'tkaziladi albatta. Bizda demak 2 haftalik sprint bo'ladigan bo'lsa, sprintga yopilishiga 2 kun qolganda hamma o'zgarishlarni serverga yuklash to'xtatiladi. Buning sababi hamma zadachalar sprintning oxiriga tiqilib qolmasligi uchun va tester uchun qulaylik yaratgan holda, ya'ni hamma tasklarni testlab uspit qilishga imkoniyat uchun. Keyin o'zgarishlar Jenkins orqali bizda serverga yuklanadi. U checkout, build, unit test, integration test etaplaridan o'tadi. Agar hammasi normal bo'ladigan bo'lsa, u deploy bo'ladi serverga. Agar normal bo'lmaydigan bo'lsa, faqatgina notifikatsiya orqali developerga bildirgi berish mumkin.
keyin sprint oxirida retrospektivalar o'tkazamiz. Bu albatta sprint boshida qo'yilgan maqsadga qay darajada erishdik yoki erisha olmadik shu narsani aniqlash uchun qanday jarayonlar yaxshi ketdi, nimalarni yaxshilash kerak va xulosa qismlariga jamoa a'zolari o'zlarining fikrlarini bemalol bildirishi mumkin. Shu orqali sprint yakunida xulosa olamiz. Endi yana bitta instrumentlardan birisi bu wiki, bu bizada hujjatlashtirish, ya'ni har bir proyektga nisbatan tizim tuzilishi qanaqa o'zi, qanaqa servislari bor, database sxemalari qanaqa tuzilgan, sprint deploylar qanaqa tarzda olib boriladi, shu narsalar yoziladi. U asosiy maqsad u yerda xodimlar almashsa ham, lekin strukturani tuzilishi shu dokumentatsiya bo'lib qolsin. Yangi kelgan xodimlarga dokumentatsiyani o'qigan holda ishga tushishi va ishlashi davomida qiyinchilik tug'ilmasin degan ma'noda. Ish faoliyatimiz davomida albatta jamoada AI dan foydalanamiz. Buning uchun developerlarga, o'zi umuman xodimlarga qulaylik yaratish uchun Light LLM sistemamiz bor. U yerga kirib turib, har bir developer o'zi uchun qaysi AI ning qaysi versiyasiga token generatsiya qilib turib o'ziga dostуп olishi mumkin va uni kod yozishda ishlatishi mumkin o'ziga yordamchi sifatida. Rahmat Shahzodbek. Savollar bormi? Marhamat. Assalomu alaykum. Incident management haqida ham gapirib bersangiz, navbatchilik bormi, yo'qmi? Alerting o'zi kifoya qilmaydi-da. Ko'pincha masalan developer kechqurun uxlayotgan paytda bo'lishi mumkin. Bunga notifikatsiyalar bo'ladimi, yo'qmi? Birov kontrol qiladimi o'sha narsani? Bizada o'zi umuman loglarni yuborish uchun channel mavjud. Bu Slackda ham, Telegramda ham bor. Ya'ni asosiy chiqqan yoki chiqayotgan xatoliklar shu logga tushib boradi. Incident managementda backend developerlardan juda ham har kun emas, lekin qarab turamiz. Unchalik tashkil qilinmagan lekin incident management. Assalomu alaykum. Taqdimot uchun rahmat. Savolim shundaki, hozir siz 2 kunlik merge freeze bo'ladi dedingiz. Bu paytda developerlar nima qiladi? Agar QA dan qaytsa merge qilinadimi yo'qmi? Bug fixlar nima bo'ladi? Bizda haftada 2 haftada bir kun o'zi uchun izlanishga vaqt sarflangan. Bundan tashqari o'sha qaytgan tasklarni o'zi uchun ham javob berishi mumkin. Ya'ni hotfix degan ma'noda u. Fixni merge qilsa bo'ladi, lekin featurelar merge. Ha, shunaqa. Fixni, ya'ni qaytgan zadachani o'zini nima qilish mumkin, yana QA ga o'tirish mumkin, lekin unda ham baribir bir kun qolganda bo'lishi kerak u. Ya'ni o'sha kunni o'zida o'tkazishi deyarli iloji yo'q. Tushundim. Rahmat. Assalomu alaykum. Juda foydali ma'lumot bo'lyapti. Rahmat taqdimot uchun. Savolim CI/CD qismi bo'yicha edi. Hozir ko'rdik, dev, staging, production tartibida bo'lyapti. Hozir xabarimiz bor. Deyarli global miqyosda uizmistlar juda ham ko'payib ketgan. Har bitta o'sha ishonchli degan imijimizda ham qanaqadir xavflar yuzaga kelishi mumkin. O'sha DevSecOps bo'yicha o'sha imijlarni qanaqadir toollar bilan skaner qilinadimi? Productionga chiqishda. Maksimdan so'rashingiz mumkin. DevSecOps tools есть? Но используется анализ кода. Мы используем статический анализ кода. Это есть встроенные, допустим, если для Laravel есть Larastan, может быть, знаете, Sonar Cloud. Это статический анализ кода. Также используются встроенные механизмы безопасности на предмет уязвимости, NPM-аудит и похожие системы. Плюс используются системы, которые обнаруживают четкую утечку в переменных. Это, например, Gitrix, если это для GitHub. Есть инструмент, называется Trufflehawk. Это дословно свинья, которая трюфель ищет. То есть если разработчик случайно сливает какой-то секрет, она заблокирует. Ну и еще, соответственно, тесты покрывает тоже часть безопасности. До того, как pull request будет смержен в ветку, он проверяется на какие-то определенные паттерны. Rahmat aytamiz yana bir bora. Davom ettiramiz. Rossiyadagi bir qator kompaniyalarda aynan kiber xavfsizlik yo'nalishi bo'yicha o'zlarining faoliyatini yuritib kelayotgan mehmonimiz bor, mutaxassis Pavel Vasilyev. Marhamat, xush kelibsiz. Assalomu alaykum hammaga. Kelganingiz uchun katta rahmat. Rahmat. Ilgari aytdi kabi, ismim Pavel. Men Rossiyaning Positive Technologies kompaniyasidanman. Men bugun
sizga ikki xabar bor. Biri yaxshi, biroz yomonroq. Birinchidan, men hozir sizga biroz axborot xavfsizlik sohasidagi ishlari haqida aytib beraman. Qaysi yo'nalishlari bor, zarur bilimlar haqida va hokazo. Umid bor, bu qiziqarli bo'ladi. Rostini aytsam, men juda yomon o'zbekcha bilaman. Shuning uchun men ruschada davom etaman. Tushunganingiz uchun rahmat. Rahmat. Boshlaymiz. Как я сказал, я Павел, я работаю в Positive Technologies и руковожу группой Android-экспертизы в PTMaze. Мы делаем защиту мобильных приложений, по-простому не даем хакерам ломать приложения наших клиентов. Для этого нам самим приходится достаточно глубоко погружаться в то, что сейчас вот в самом тренде. Мы сами, в принципе, все ломаем, изучаем и после этого даем какие-то возможности для того, чтобы защитить приложение клиентов. Пришел я из мира мобильной разработки, довольно давно там работал, но в какой-то момент я однажды понял, что мне нравится больше что-то ковырять, я нахожу какие-то проблемы там, где их не видят другие, и у меня получилось найти несколько уязвимостей в мобильных приложениях. Я находил уязвимости в умных телевизорах, Bluetooth-устройствах IoT, в бесконтактных картах, и как-то так постепенно я перешел в мир информационной безопасности, о чем никогда не пожалел. И сегодня постараюсь заинтересовать этими вас. Я также активно делюсь знаниями, мне нравится делиться своими идеями и опытом. К сожалению, не все всегда позволяет рассказывать NDA, но какие-то свои исследования я регулярно рассказываю. Вот здесь пару примеров. За прошлый год. Тут одно из выступлений про то, как расшифровывается трафик и почему я считаю, что необходимо пересмотреть современную систему открытых ключей. А второе — это мой анализ самого такого нашумевшего вируса под Android в прошлом году. Вот, если интересно, можете потом посмотреть. Я представляю компанию Positive Technologies. Это одна из крупнейших на российском рынке компаний, связанная с безопасностью. Мы делаем продукты и решения для защиты информации, тестим, проводим аудиты, исследуем угрозы, ну и так далее. Те из вас, кто может быть знаком с CTF или занимается закупками какого-то вот программного обеспечения, могли это имя слышать. Собственно, почему именно кибербезопасность? Дело в том, что за последние годы значимость безопасности во всем мире значительно увеличилась. Растет количество взломов, вымогательств, то есть увеличивается и количественно, и усложняются качественно атаки. Плюс, к сожалению, безопасность стала большой частью геополитики и привлекла внимание и государства в том числе. Получается, сейчас ИБ — это одна из таких самых быстро растущих частей IT. И если раньше все, что связано с безопасностью, так скажем, финансировалось по остаточному признаку, то последние годы компании вынуждены тратить довольно серьезную часть бюджета, все больше и больше. И, соответственно, ну вот, как мне кажется, этот рост, он еще только начинается и сохранится все ближайшие годы. Еще одна важнейшая причина — это так называемый skills gap. То есть очевидно, что потребности рынка растут быстрее, чем появляются специалисты. И даже сейчас, если посчитать только официальную статистику, по всему миру не хватает несколько миллионов специалистов. И поэтому мне кажется, что это очень перспективное направление, которое прочно войдет в повседневную жизнь. От себя могу добавить такое личное мнение, почему мне нравится работать в безопасности. Во-первых, это более интересная и разнообразная работа. Я пришел из мира разработки, то есть разработка — это как бы тоже одна из моих самых любимых вещей, но в безопасности есть помимо этого еще много разных направлений, значительно больше исследований, то есть это всегда интересно. Во-вторых, в индустрии пока что еще нет, так скажем, кристаллизации, вот знаете, все не превратилось в конвейер, то есть это такой немножко дикий запад, фронтир. Кому как, это не всем подходит, но мне это очень нравится. Ну и из последнего вытекает, наверное, вот и третий пункт, то, что в безопасности сейчас меньше конкуренции. Хороших разработчиков уже довольно много, очень много, а вот хороших безопасников пока еще меньше, чем хотелось бы.
Ключевой материал, с которым я сегодня вам пришел, и ссылка на который вот в этом QR-коде, и который я предлагаю вам посмотреть, это интерактивная карта карьерных треков по безопасности. Вот за этот материал я должен выразить благодарность нашему руководителю образовательных проектов Диме Федорову. То есть он много лет, так скажем, учит людей, и у него хорошо очень систематизированы эти знания. Карта представляет собой такую древовидную структуру. Можно потыкать по ссылочкам, провалиться, посмотреть описание профессии, необходимые знания и так далее. Я пробегусь по ней по верхам и расскажу о том, какие есть основные направления. В общем, исторически и стереотипно у нас есть деление на, так скажем, offensive и defensive профессии, или красные и синие, кто как называет. Но на самом деле реальность, конечно же, она сильно сложнее и в такие простые категории не укладывается. Современная безопасность — это не только там хакеры и защитники, это еще и огромный пласт инженерной работы, связанный с поддержкой, обслуживанием, в том числе там, с управлением, взаимодействием с регуляторами. И даже внутри вот привычных нам как бы вот красных и синих профессий есть очень много, так скажем, специализаций, то есть там очень много нюансов, и они тоже делятся на целые большие отдельные направления. Я сейчас перечислю несколько примеров профессий. Говорить я буду в основном про offensive, про красные профессии, просто потому что оно мне ближе, но также упомяну и другие. Первое, что, наверное, самое очевидное приходит в голову, это пентестер, тот самый белый хакер, этичный хакер, то есть кто как называет. Это человек, который что-то ломает, то есть он проводит атаки по договору, конечно, по согласованию с клиентом, ищет уязвимости, составляет какие-то отчеты об этом. То есть это ближе всего, так скажем, к стереотипному образу хакера из кино, хотя сейчас это обычная профессия, то есть обычные ребята, девушки работают в офисах, пройдут мимо вас на улице, вы даже не узнаете. Для работы необходимо понимать, как устроен код, как устроена среда, в котором этот код выполняется, хорошо понимать там основные, так скажем, современные атаки, вот есть там OWASP и прочие методологии. И, соответственно, основная характеристика профессии — это способность мыслить вот out of the box, то есть находить какие-то нестандартные вещи там, где они, казалось бы, даже не предполагаются. Что может быть полезно для того, чтобы подготовиться к вот подобной работе? Во-первых, существуют тестовые машины, то есть специальные тестовые среды, в которых вы можете что-то поломать в контролируемой среде. Это Hack the Box, Try Hack Me и так далее. И, во-вторых, существует CTF, это так называемый спортивный хакинг, когда вы за ограниченное время должны что-то поломать быстрее других или лучше других, или защитить наоборот. Я вот знаю, что в Узбекистане как раз мои друзья из Рево проводят такие соревнования. Вот. И если вам интересна эта профессия, обязательно рекомендую попробовать, потому что это очень-очень сильно прокачивает нужные навыки. И вот, например, у меня в команде несколько коллег — это как раз бывшие CTF-еры. Вторая профессия, о которой я хотел сказать, это реверс-инженер. То есть это тот человек, который берет какой-то чужой программный продукт, закрытый, у которого нет исходников, и препарирует его. То есть разбирает там до атомов, что там происходит, изучает внутренние механики, смотрит, нет ли там какой-то нечестной игры, нет ли каких-то проблем. И, соответственно, типовая профессия — это, наверное, вот вирусный аналитик. Основные знания — это нужны достаточно низкоуровневые вещи, то есть нужно уметь там C++, ассемблер, декомпилятор. Подготовиться, наверное, можно, решая Crack.me. То есть это такие штуки, обычно проводятся как раз в рамках CTF-соревнований, где вам нужно что-то, например, найти в статике или в динамике, в каком-то программном обеспечении. Вот. Ну и основная характеристика профессии, наверное, в том, что она требует достаточно много терпения, настойчивости, способности очень долго что-то делать без явных результатов, к сожалению. Тут вот я еще привел ссылочку, удивительное совпадение, вот буквально только недавно вышел фильм, который снимала компания, в которой я работаю, про реверс-инжиниринг, такой вот именно для того, чтобы заинтересовать широкую публику, рекомендую посмотреть. Вот. Ну и на базе вот этих двух профессий в принципе существует множество других там направлений специализации в офенсиве. Вот, то есть они так или иначе будут включать что-то, что требуется либо ломать, либо исследовать. Также теперь приведу несколько примеров профессий защитников. Самое популярное — это, наверное, вот SOC-аналитик, то есть это человек, который, так скажем, специалист по противодействию атакам, он сидит за
каким-то пультом, да, у него есть система мониторинга, то есть он видит, что происходит в реальном времени и отвечает за то, чтобы быстро реагировать на происходящие инциденты, вот, все там документировать и так далее. Соответственно, из этой профессии можно развиваться углубленно, либо там в еще более высокоуровневый, так скажем, мониторинг, либо в том, чтобы изучать, как действуют, например, какие-то конкретные группировки хакерские. Есть DEFIR, это специалист по разбору инцидентов, то есть это человек, задача которого сказать, что произошло, где, когда, почему, в какой последовательности, что было сломано, что нет. Вот, то есть это такой патологоанатом или детектив, я не знаю, как угодно. Вот, соответственно, профессия на самом деле очень интересная, и развиваться из нее можно либо в углубленное исследование вредоносного ПО, там какого-то уровня государств или больших группировок, либо в криминалистику. И вот еще один пример – это Threat Intelligence. Это, по сути, похоже на предыдущее, но это человек, который, в принципе, следит за текущими трендами, за том, где и как общаются разные группировки, какие они применяют техники, иногда даже там внедряется, где-то там развешивая уши. Вот, то есть это такой специалист-разведчик. Ну и на самом деле профессий очень много еще разных. Также есть различные профессии, так скажем, сугубо технические, то есть это OPSEC, это DevSecOps, то есть это специалисты, которые отвечают за то, чтобы код писался безопасно, чтобы он безопасно деплоился, чтобы он безопасно исполнялся в контейнерах, в облаках и так далее. Ну вот из последнего это, наверное, вот MLSecOps, то есть это как раз безопасная работа с LLM, если они существуют в пайплайне разработки, то, что как раз у нас рассказывал сейчас Максим. Ну и сюда же можно отнести, в принципе, обычную разработку, бэкэнд, фронтенд, ее очень много, то есть безопасность – профессия техническая, и туда можно устроиться и в том числе из этих профессий. Итак, вот допустим, вам стало интересно, и у вас есть вопрос, да, какие же нужны знания. На самом деле знаний нужно довольно много. То есть это и понимание достаточно глубокой сети, как работают какие-то протоколы, нужно хорошо понимать, как устроены операционные системы, как они администрируются, как выполняется код. Нужно уметь писать код, собственно. Ну, достаточно, на самом деле, на среднем уровне, супер высокий не нужен. Ну, наверное, большой плюс в том, что здесь не всегда нужна огромная глубина знаний. Вот, то есть нужно знать не очень много, но на среднем уровне, но достаточно много. Но при этом понимание, конечно, нужно уверенное. Опять же, обсуждать все детально, наверное, не получилось бы, поэтому я снова отошлю вас к нескольким ресурсам. Первое – это вот в том самом дереве, в ссылочке, которую я показывал ранее, это вот самое начало дерева, то есть базовое знание, где там расписаны основные самые вещи. А второе – это такой майндмап, где тоже очень хорошо нарисованы все вот внутренние домены знаний, которые относятся к кибербезопасности. Какие, собственно, нужны требования не технические? Это, конечно, высокая самостоятельность, это умение решать сложные задачи в неопределенных условиях, потому что любая исследовательская работа, она предполагает высокую неопределенность. И звучит это как, в общем-то, базовое требование к любой современной профессии. Но есть вот еще один такой вот нюанс важный. На мой взгляд, серьезные карьерные успехи в безопасности, они требуют наличия такой довольно абстрактной штуки, как хакерское мышление. Довольно неплохое определение этому дал всемирно известный криптограф Брюс Шнайер. То есть идея в том, что в отличие от, так скажем, классического инженерного мышления, в котором вы думаете о том, как сделать большую сложную систему и заставить ее работать, здесь у вас скорее должно быть мышление о том, а как бы эту систему заставить не работать, как бы в ней что-то сделать такое, чтобы оно исполнило не то, что должно. То есть, по большому счету, это такое мышление злоумышленника, только поставлена на рельсы как бы пользы обществу и всеобщего блага. Если вы чувствуете в себе такое, то есть если вот вам нравится разбирать вещи до основания, изучать глубоко, если вы чувствуете, что вы умеете видеть опасность там, где ее не видит большинство, если вы чувствуете, что у вас есть вот такое что-то в душе, что позволяет нестандартно там эту опасность как-то нивелировать, да, то есть или решить какие-то проблемы, то у вас точно все получится. Вот я вам это гарантирую, потому что на самом деле это вот основа, и, соответственно, технические навыки вы уже можете получить в процессе. На этом у меня все. Спасибо большое. Оставляю вот тут контактики свои.
Если что, вопросы можно по-русски. English is also fine, but lekin o'zbekcha qiyin bo'ladi. Avvalambor assalomu alaykum. Men savolim shundan iboratki, biz CTF yechamiz. Shu CTFlar bilan kiberazlikni darajada o'rgansa bo'ladi. Понял вопрос. Не против, если по-русски? В общем, да, CTF действительно очень помогает изучать, потому что CTF дает вам попробовать понемножку всего. То есть обычно какая-то работа, она бывает достаточно узкой, но CTF дает вам возможность попробовать все понемножку, и вы так и сами лучше поймете, что вам нравится, и, соответственно, получите базовые навыки, от которых уже потом легко оттолкнуться, чтобы углубиться в какую-то специализацию. Поэтому CTF очень рекомендую, CTF это очень хорошо. Если есть возможность, обязательно пробуйте. Я прям даже сам захотел стать безопасником. Можешь, пожалуйста, вот предыдущие доклады были про AI. Вкратце рассказать свое видение, как изменится ландшафт в твоей области под влиянием AI. Какие-то профессии, возможно, исчезнут, появятся новые, либо ничего не изменится. Спасибо. Да, спасибо за вопрос. Очень хороший и правильный вопрос. На самом деле изменится очень сильно. И меняется уже сейчас. Вот у нас, к сожалению, сейчас не очень длинные доклады здесь, но мы в компании, в том числе в моей команде, проводили исследования по тому, как у LLM получается, например, ломать какой-то код или искать уязвимости. И получается довольно неплохо, нужно сказать. То есть, к сожалению, там, ну не к сожалению, а к счастью, там все равно требуется рука специалиста, то есть доверить это вслепую машине не получится. Но я, наверное, могу больше сказать за реверс. То есть вот в реверсе у LLM не получается, например, хорошо разломать и разобрать все, но она чудовищно хорошо видит точки входа. То есть на самом деле реверсер же, он там 90-95% времени он ищет вот именно откуда можно копнуть дальше, и LLM это делает очень хорошо. То есть, конечно, изменится. Уже существуют интеграции между LLM и декомпиляторами, которые позволяют лучше восстанавливать псевдокод из ассемблера. Уже существуют LLM, которые позволяют пентестить. Ну, на самом деле, во многих публичных LLM это история под цензурой, но если вы разворачиваете свою, то там это все работает. Вот у нас в компании своя LLM есть. Поэтому, да, изменится сильно, и LLM, ну, и в принципе, AI такая штука, которую сегодня нужно знать всем, в любой профессии, мне кажется. Я хотел спросить про защиту от DDoS-атаков, ну, немного по-технически, но... Например, есть, где невозможно вставить капчи, рекапчи, и есть еще Cloudflare, но это недостаточно этого иногда. Какие инструменты вы предлагаете? Да, спасибо за вопрос. На самом деле, вот именно если говорить про защиту от DDoS, такую профессиональную, я могу ошибаться, и меня, может, коллеги потом закидают помидорами, но у нас нет специализированного продукта под это. Но существуют компании, и международные, и российские, которые этим занимаются. И на самом деле, как бы вот смешно не звучало, но это, наверное, одна из самых сложных вообще задач. Вот в безопасности у нас есть основная триада – это обеспечение конфиденциальности, целостности и доступности. И вот кажется, что сложно должно быть все зашифровать. Сложно должно быть все проверить и убедиться, там, доверенную загрузку, еще что-то сделать. Но на самом деле эти проблемы, они довольно хорошо решены. А вот обеспечить доступность, когда абсолютно какие-нибудь, не знаю, умные холодильники, которые производитель сделал плохо, начнут бомбить запросами какой-то сервер и просто не дадут к нему подключаться, вот несмотря на кажущуюся глупость и простоту ситуации, это на самом деле самое сложное. Ну вот в России есть компании, кто этим занимается, и обычно к их услугам все прибегают, потому что сделать это самому профессионально очень сложно. Вот. Ну и сейчас еще появляются, например, стартапы, которые пытаются на уровне ИИ выявлять DDoS и, соответственно, ему противодействовать. Очень перспективная тоже история, потому что традиционными средствами DDoS бороться очень сложно. Расскажите, пожалуйста, какие известные приложения вы ломали, как, простыми словами, и какие были приняты решения для системы безопасности? Да, спасибо за вопрос. Вот, к сожалению, здесь можно говорить только, так скажем, в прошлом, потому что все, что касается активных контрактов, у нас, вот, к сожалению, политика компании, что вообще ничего нельзя говорить. Но я могу, например, рассказать про, скажем, умные телевизоры. Вот был такой случай, я снимал квартиру, у меня был там умный телевизор.
Совершенно случайно мне захотелось, не нравилась там реклама, и я захотел посмотреть, может попробовать там какой-то свой лаунчер протолкнуть. И пока исследовал, обнаружил, что торчит открытый порт. Я думаю, ну, интересно. Ладно, попробовал его, посканировал и выявил, что, оказывается, там был открыт ADB, то есть отладочный мост. Производитель ошибочно собрал с неправильным конфигом образ андроида на телевизор и, соответственно, при этом попытался спрятать отладочный мост, потому что через него там работал AirPlay, который, чтобы с айфона показывать. Ну, короче, сделано все было плохо, и через этот отладочный мост можно было подключиться, а потом выяснилось, что из-за неправильного типа сборки можно еще и root получить. Там, ну, все, что мне надо сделать, да, то есть реклама отлично удалилась, вот. Ну, производитель я тоже уведомил, но он, к сожалению, никак на это не среагировал. Вообще в безопасности существует принцип responsible disclosure, то есть мы доносим информацию об уязвимости производителю, вот, в первую очередь, нигде о ней не говорим публично, и только после того, как производитель все исправил, там на большинстве устройств мы можем об этом сказать где-то. Здесь производитель не стал говорить. В таких случаях обычно выдерживается пауза там четверть года или полгода. Ну, если производитель не реагирует, ну, наверное, уже пора говорить. На самом деле у меня таких баек, в принципе, хватает разных, поэтому можем потом вот чуть позже на мероприятии пойматься, пообщаться. Как вы думаете, надежнее сертификаты SSL? Вы имеете в виду, надежный ли? Ага. Да, это, наверное, вот та история, хорошо отсылает к докладу, который я делал в прошлом году. В принципе, да, технология сама по себе абсолютно надежная. То есть, ну, если говорить по-простому, когда безопасное сетевое соединение установлено, с ним уже ничего сделать нельзя. Но есть нюанс. Нюанс состоит в моменте установления соединения. Сейчас мировой консенсус такой, что у нас есть несколько центральных ключей доверия, которым верят все. Это работает, то есть это позволяет устанавливать соединения через интернет, где мы не можем убедиться на самом деле, к кому мы подключаемся, нас там вообще могут в какое-то другое место направить. Если вы посмотрите на то, как, например, внутренние сервисы делают компании, компании часто предпочитают создавать свой корень доверия, то есть центр сертификации, и от него выпускать сертификаты на свои ресурсы. То есть, ну, так делают практически все. И в этом есть смысл, потому что на самом деле есть модели угроз, в которых не всегда можно доверить вот тем центрам сертификации, которые существуют в мире. Там на самом деле довольно долгая история, потому что, ну, тут сейчас ее не пересказать, но если вкратце, то исторически этих корней накопилось довольно много, фактически используется где-то только 20%, а 80% они как бы есть, и им доверяют все устройства, то есть вот владельцы этих ключей могут в любой точке мира вот так указать пальцем и расшифровать любой трафик, перехватить, что угодно сделать, на лету изменить, если решат злоупотребить ключом. То есть, в принципе, мы верим, что они этого не делают. Но исключать такого на 100% нельзя. На 99 и много девяток можно, но были случаи, когда этим злоупотребляли, поэтому вот компании предпочитают свои центры сертификации делать. Katta rahmat, Pavel Vasilyev alohida rahmat aytib qo'yamiz. Endi hozir kichik bir tanaffusimiz bor, ya'ni hozir yana bir mehmonimiz bor, navbatdan tashqari 2 daqiqa vaqtingizni olamiz, ana undan keyin ikkinchi bosqichga o'tamiz. Bu ham bo'lsa, bizda ikkinchi bosqich bevosita endi ochiq savol-javob davom etadi. Sultonov Yo'ldoshboy, Revo asoschisi, bugungi kunda mana ushbu tadbirimizning asosiy sababchilaridan biri Sultonov Yo'ldoshboy va Yashin Boltayevni taklif etganmiz bugun. Marhamat. Startup garaj maslahatchisi, Mohirlar loyihasi asoschisi va Tohirjon Mirzajonov, Imkon Venture fondi asoschisi. Revo haqida biladiganlar bormi? Revo haqida bilmaydiganlar, umuman eshitmagan, bilmaydi. Bormi shunaqa auditoriya bu yerda? Bor ekan ular ham, ha. Revo haqida to'liq biladiganlar. Rahmat. Marhamat. Endi Sultonov Yo'ldoshboyni taklif qilamiz. Keling, marhamat. Revo asoschisi sifatida bugungi kunda qanday faoliyat bilan shug'ullanayotgani Revoni va o'zi Revodan Revogacha nomli taqdimoti bor. Demak, qilingan ishlar qisqacha tavsiflanadi va ma'lumotlar berib o'tiladi. Yo'ldoshboy, marhamat.
Assalomu alaykum hammaga. Ming bor uzr, ozgincha yana vaqtlaringizni olamiz. Kompaniyamiz haqida, bo'layotgan ishlar haqida sizlarga ma'lumot berib o'tishi lozim deb topdik. O'zi bugungi tadbirda oxirgi 3 kunda promot bo'lishni boshladi, lekin quvonarlisi o'sha zalimiz to'liq. Bunga sabab o'sha mehmonlarimiz, yana bir marta tanishtirib o'tsam, Pavel masalan Positive Tech kiberxavfsizlik sohasida har bir inson bilishi bo'lgan kompaniya. Masalan, bu do'stimizni bu yerda mehmon bo'lishi shu sababli hammasi tez bo'lib ketdi. Maksim o'zimizni DevOpsimiz Rossiyadagi ilg'or banklar va Yevropadagi kompaniyalarda ishlagan, o'z bilimlari bilan sizlar bilan bo'lishdi. Keyin chiqishi kerak bo'lgan insonlardan bittasi Niyaz Musin, Weblabs kompaniyasi Estoniyadagi team lead developer edi. Tohirjon akamiz Imkon Ventures asoschisi, asosan Qatarda bo'ladilar, lekin O'zbekistonda topish qiyin bo'lgan insonlardan bittasi. Hammasi bilan jamlanishi bizani bir omadimiz bo'lib qoldi va shu auditoriyaga qo'ldan kelgancha o'z bilimlarimizni beryapmiz va missiyamiz amalga oshyapti. Xullas, o'zim tanishtiradigan bo'lsam, ismim Yo'ldosh. 2020-yilda Revo kompaniyasiga Toshkentda asos solingan o'zi birinchi navbatda. Lekin Xorazmda shu yerda bakalavrda Tatturganch filialida ta'lim olganman va boshida 2 yil davomida Toshkentda Revo kompaniyasi kattalashgani sayin keyinchalik Xorazmdagi jamoaga ham asos solishga o'tganmiz. O'zi kompaniya tarixi haqida o'tgan yildagi tadbirimizda aytib o'tganmiz. Bugungi tadbir mavzusi Revo Day'dan Revo Day'gacha, ya'ni oxirgi 1 yildagi narsalarni aytib o'taman. Agar kimgadir qiziq bo'lsa, baribir qisqacha o'tgan yilgi slaydni hammasini bitta slaydga joylashtirishga harakat qilib ko'rdim. Bu yerda biz o'zimizni boshlash davrimiz, ya'ni men o'ylayman, bu yerda ko'pchilik baribir o'zini IT kompaniyasini qurish, startap qurish niyatida kelganlar. Men tavsiya berardim, YouTube'da o'sha 2 soatlik to'liq videomiz bor. Davrlarga bo'lib turib, noldan o'sish davri, keyin outsource outstaff davri, undan keyin o'z hamkorlariga ega bo'lib turib, ularga tex poddelishka davrlari va birgalikda proyekt qilishlar. Undan keyin esa o'sha biz o'sish davrida ekanligimizni aytib o'tgandim. O'tgan yil aprel 5-sanasida Revoda 2025 tadbiri bo'lgan holatda biz kengayish va kuchli jamoa qurish jarayonida edik va undan keyin nimalar bo'ldi? Birinchisi, kengayish va kuchli jamoa qurish uchun o'zi nimadan boshlash kerak degan savol. Biz ko'rdikki, bu joyda tizimlashtirish, ya'ni porядкаdan boshlash kerak. Tizimlashtirish. Nimalar tizimlashtirildi? Bizda birinchi navbatda masalan xodimlarni ishga olish jarayonida HR jarayonlari avtomatlashtirildi, ularga onboarding tizimlari, ya'ni ishga kirgan paytida to'g'ridan-to'g'ri tezroq ish boshlashlari va ularni HR matritsasi deyiladi. Masalan, internetda GitLab'nikini ko'rsangizlar bo'ladimi yoki bo'lmasam boshqa kompaniyalarda bor. Xodimlarni levellariga qarab turib o'zini javob beradigan talablarni yozib chiqdik. Ya'ni har bitta xodimni bizda talablari va majburiyatlari to'liq belgilab qo'yildi va hujjatlashtirildi. Bundan kelib chiqqan holatda har kim o'zini qiladigan ishi va javob bermaydigan holatlari yoki bo'lmasam qaysi savol holatda kimga javob berish kerakligini to'liq bilib oladi. Ya'ni DevOpsgami yoki PMgami degan odatda savol bo'ladi-da, qaysidir muammo kelib chiqqan paytida. O'sha holatlar hammasi tizimlashtirildi, hujjatlashtirildi. Undan tashqari, menimcha bu narsani aytish sal boshqacha bo'lsa ham, biz o'tgan yilgi Revo Day 2025 tadbiri o'tguncha biz 6 kunlik ishda ishlaganmiz. Ya'ni o'suvchi komanda, ko'proq ishlash kerak, ko'proq kuch yig'ish kerak. O'shaning uchun 6 kunlik edi va undan ozgincha o'tgandan keyin 5 kunlik ish tartibiga o'tganmiz va bundan tashqari yillik o'sha otpusk rejimi ishga qo'yilgan. Bundan tashqari o'sha har bitta O'zbekiston kalendaridagi qizil kunlarda dam olish hammasi yo'lga qo'yildi. Bularning hammasi mehnat kodeksiga asoslangan tarzda hammasi biz qonunni hurmat qilishga o'tgan. Shunaqa desak ham bo'ladi. Xullas, tizimlashtirish bo'yicha qisman shu, lekin umuman olganda masalan proyekt menejerimiz Shahzodni prezentatsiyasida ko'rib o'tgan bo'lsangizlar kerak, ichkarida masalan o'sha hujjatlar uchun wikilar qilish yoki bo'lmasam development cycle'da qanday avtomatlashtirganimiz har bitta jarayon bo'yicha to'liq bu yerda aytib o'tildi. O'shaning uchun bunga ko'p to'xtalish menimcha shart emas. Keyin bitta bizda yangilik bor. Revolab loyihasini ishga tushirdik. Bu Revolab nima? Bu bizning ichki laboratoriyamiz, ya'ni inkubatsiya tizimimiz. Hozirgacha bizda avtomato proyekti chiqdi yoki bo'lmasam boshqa proyektlarimiz chiqyapti va hozirda jarayonda bo'lgan ozgincha ruschalar aralashtirib nima qilaman? Исследовательский proyektlar, ya'ni AI bo'yicha masalan TTS va o'sha speech to text, text to speech proyektlarimiz ketyapti. Sababi hozirgi kunda O'zbekistonda aynan dolzarb muammolardan bittasi biz o'zimizga kerak edi, ya'ni narigi proyektga kerak bo'lgan qaysidir model yo'q bizda. O'sha narsani o'zimiz qilib turib, o'shani keyinchalik kommersiyaga aylantirishni aynan bu bo'limga o'tkazdik. Bu alohida bo'lim. Ya'ni tizimlashtirilgan bu ham, uni ham hujjati bor. Hujjati bor qaysi ma'nodaki, u yerda ishlaydigan odam bu yoqdagi zadachaga qo'shilmasdan hammasi bo'lib beriladi-da. Ya'ni unga alohida resurs ajratiladi laboratoriya uchun.
xuddi shunday boshqa proyektlarimiz, masalan, o'sha MDM tizim hozirda razrabotkada ketyapti ichki. Loyihalar ko'p, laboratoriyada ham alohida xodimlar o'zi olingan va shu narsalar bo'yicha ishlab ketyapti. Keyin bizada globallashuv, ya'ni biza o'tgan safargi prezentatsiyamda aytib o'tgandim. Revo shunchaki O'zbekistondagi IT kompaniya bo'lib qolmasligi kerak va biza globalga intilamiz. Ya'ni prezidentimiz yoki bo'lmasam IT park tashabbuslarida ham hamma vaqt aytadi go global. Lekin ayrim bitta barrierlar bizada shunaqa yuzaga keldiki, misol o'sha MDM tizimimizni Apple bilan partnership o'rnatishimizda O'zbekistonda Apple'ning to'g'ridan to'g'ri kirib kelmaganligi sababli va boshqa bir ikkita sabablar orqali biza Qatarda o'zimizni organizatsiyamizni, ya'ni filialimizni ochishga muvaffaq bo'ldik va bu bizaga to'lov tizimi bilan bog'liq bo'lgan, masalan, O'zbekistonda hozir Master yoki Visa kartda faqatgina e-acquiring bor. Podpiska rejimidagi proyektlarimizni chiqarish uchun Stripe yoki bo'lmasam boshqa narsalarni ulashimiz qiyin. Shunaqangi imkoniyatlarni yaratish maqsadida ochildi va bu orqali biza bemalol o'zimizni loyihalarni global bozorga olib kirish va ularni monetizatsiya qilish, kommersiyaga aylantirish imkoniyatiga ega bo'lyapmiz va bu amalda o'zi ishlashni boshladi. Bu yil oxirida qilingan narsa va birinchi ikkita proyektimizni o'zi Qatardagi firma orqali nomidan zapusк qildik. Proyektlar haqida o'zi saytimizda tanishib olsangizlar bo'ladi. Proyektlar ko'p, saytda обновление qilib boriladi. Ya'ni u yerda mini proyektlar ham bor, kichkina. Revolab ideyasi o'zi taxminan 1,5 yilcha oldin Revoni saytini redesign qilgan paytimizda kelib chiqqan va o'sha yerda logotip turibdi. Menimcha hozir ham o'zgartirilmadi, coming soon turibdi. 1,5 yil mobaynida lekin ishlagan, bu to'liq e'lon qilinmagandi. Va buni tagida avtomat loyihasi shu paytgacha bo'lib kelgan. Bilmaganlar uchun biznes avtomatizatsiyasi, lekin juda ham katta sohalarda va modullarga ajratilgan. Hozircha eng nima deydi, 100% dan ham ko'proq imkoniyat beradigani bu nasiya savdoni avtomatlashtirish bo'lyapti. Aynan o'sha loyihadan kelib chiqqan holatda birinchi qadamimiz Revoni tagidagi sho'ba kompaniyalarni ochish boshlandi va birinchi bo'lib turib CodePlay kompaniyasiga asos solindi. Bu ya'ni founded by Revo. Ya'ni hozirga kelib turib Revo kompaniyasi, masalan, oldin shunchaki IT kompaniya, keyin o'z loyihalariga ega bo'lgan IT kompaniya, keyin globallashuv IT kompaniyasi bo'ldi, ya'ni global IT kompaniya va bugunga kelib aytishimiz mumkinki, Revo kompaniyasi loyihalariga investitsiya kirgizuvchi, o'z inkubatoriga ega bo'lgan venturni kompaniya desak ham bo'ladi. Ikkinchi organizatsiyamiz, rahmat. Ikkinchi organizatsiyamiz Revo Media, ya'ni bizda o'zimizda ichki media guruhimiz bor edi. Lekin buni ham yanada rivojlantirish, baribir bitta kompaniyada ichkaridagi sotrudniklarni o'rtasida talab qilish unchalik bo'lmagani hisobiga o'sish bo'lmaydi. Tizimlashtirishimizni bir qismi bo'lgan bizani turtkimiz ham shu. Ya'ni hamma narsani bo'lib tashlash va ularni bir-biriga talablarni oshirish va o'sha talablarni bajarishi. Media kompaniyamizni o'zini ham alohida kompaniya qilib chiqardik. Bunga sabab, masalan, Revoni Instagram sahifasi yurayotgan bo'lsa yoki masalan bugun syomka yaxshi chiqmagan bo'lsa, bemalol biza aytib bilishimiz kerak. Faqat Revoni direktori emas, butun xodimlari sizlarga pul to'layapmizmi deb turib talab qilish kerak. Mana shunaqa biznes modelga o'tdik va keyingi yillarda bu kompaniyalar yana to'lishi va unda hammasida Revo uchredитель sifatida bo'lishi kutilyapti. Keyin kichkina yana bitta yangilik, bugun abetgacha bo'lgan davrda jamoamizning ichki korporativda tadbiri bo'lib o'tdi. Bu Xorazm viloyatida yangi ochilgan ofisimiz. Ochilishdi bo'lmaydi, bitta brainstorming qildik, hamma jamoa yig'ilib turib. Hozirgi kunga kelib, agar xabarlaringiz bo'lmasa, bizda Toshkentda ofis bor, Samarqandda bor, Urganchda bor. Ya'ni 3 ta joydan xohlagan joyda o'tirib turib, xodimlarimiz ishlashi mumkin. Urganchdagi ofisimiz ancha imkoniyatlarga boy va aynan boshlang'ich o'sha Revolabni ham bu yoqda qilyapmiz. Men oxirgi slayd bilan nima demoqchiman? Bu yerda yig'ilganlar основной startap qilayotganlar, o'z loyihalarini amalga oshirish bo'lganlar va IT kompaniya ochish istagida bo'lganlar bo'lishi mumkin. Yoki bo'lmasam IT biznes egalari bo'lishi mumkin. Bemalol sizlarni o'z ofislarimizda kutib qolamiz. Hamkorlikka doim ochiqmiz yoki bo'lmasam qandaydir yordam bera olsak, Xorazmda Al-Xorazmiy yurtini IT sohasida bir yetuk darajaga olib chiqib bilsak, men xursand bo'laman. Umuman bizning jamoamiz xursand bo'ladi. O'shaning uchun ham bugungi tadbir shunday o'tyapti. Hammalaringizga rahmat. Bugungi tadbirimizning ikkinchi qismi bu ham bo'lsa, yuqorida aytganimizdek Tohirjon Mirzajonov bilan bog'lanib, ularni mana
Qatardagi faoliyatini juda ko'pchilik yaxshi bilsa kerak. Yuqorida aytib o'tilganidek, vaqt ajratib Xorazmga kelib, startapchi yoshlar bilan uchrashamiz, ularning fikrlarini tinglaymiz dedilar. Bu yog'i endi erkin fikrlashga o'tamiz, maylimi? Qoliplardan chiqamiz, ko'rdik, mana Revo o'zi erkinlikni sevadigan yaxshi jamoa shakllantirish umidida. Shunday ekan, savollar, murojaatlar bevosita bo'laveradi. Endi undan oldin meni o'zimning savollarim bor. Xo'p desangiz, shu savollarni beraman va shuni ichida balki sizni ham savollaringiz bo'lishi mumkin. Shu joy biz uchun juda qulay bo'ladi. Endi Yashin aka, juda xursandmiz. Xush kelibsiz yana bir bora. Asosan bugungi kunda faoliyatingiz nimadan iborat bo'lyapti? Assalomu alaykum. Rahmat bizani taklif qilganlaringiz uchun. Hozirgi oxirgi faoliyatlarimiz oxirgi 1-2 yilda 2024-yil iyul oyida o'sha startup garajga asos solganmiz. Ravshan aka o'tiribdilar, o'sha payt bizda rahbar edilar. Keyin ayrim sabablarga ko'ra Xorazmga yetib keldilar. Hozirda bizda 305 taga yaqin startup bor. Ya'ni startuplar bilan ishlayapmiz. Inkubatsiya, akseleratsiya bilan ularga biznes modellarini to'g'irlash bo'yicha, investitsiyalarga tayyorlash bo'yicha ishlar olib boryapmiz va har bitta startupga partner ajratganmiz. Ular bilan muntazam ishlagan ravishda vencherlargacha olib chiqib beryapti. Shu asosiy faoliyatimiz shu. Hozirda bizda 12 ta viloyatda xodimlarimiz bor. Ya'ni Aloqa bank bizga joy bergan, shu bo'yicha ishlayapmiz. Undan tashqari Qatarda ofisimiz bor. Afrikada, Marokashda ham ofislarimiz bor. Shu bilan ishlab boryapmiz. Hozirda o'sha inkubatsiya asosiy ishimiz. Bu narsa rivojlanyapti. Har bitta viloyatda boshqa inkubatsiyalar ham ochilib boryapti. Bu zo'r aslida. Kimdadir qanaqadir startaplar bo'lsa, boshqa bo'lsa, biz doim yordam berishga tayyormiz. Rahmat. Qatardagi tajriba haqida ham endi o'rtoqlashadigan bo'lsak, bu savolimiz bevosita Tohirjon akaga bo'ladi. Marhamat Tohirjon aka, bugungi kunda siz qanday faoliyat bilan shug'ullanyapsiz? Assalomu alaykum, avvalambor takliflar uchun rahmat. Men Qatarda o'zi 5 yil davomida faoliyat yuritdim. Hozir O'zbekistonga to'liq qaytib keldim. O'zbekistonda Imkon Ventures degan birinchi xususiy fondni ochganmiz. O'zbekistondagi yangi startup loyihalariga pul tikishni boshladik. Ungacha men Qatardagi eng katta fond, $400 million fondni boshqaruv jamoasida ishlaganman. O'zim asosan Amerikada o'qiganman, Qatarda tajribamni oshirib keldim. Asosiy tajribalarimni endi O'zbekistonda yurgizish maqsadida qaytib kelganman. Qatarda ko'proq AI loyihalariga katta cheklar yozib, eng kichkina chekimiz $3 million dan bo'lgan ishlarni qilganmiz. O'zbekiston bozorida o'sha ishlarni qilib yurgan paytimizda parallelni startup garaj bilan hamkorlikda O'zbekiston bozorini o'rganib yurdim o'zim. O'zbekiston bozorida shuni ko'rdimki, ko'plab venture fondlar hozir korporativni davlatni venture fondlari bularning startaplarga qo'yayotgan talablari va ularni berayotgan kompaniyalarga bo'lgan munosabatlardan kelib chiqib, biz o'zimizni xususiy fondni ochdik, Imkon Ventures yana. Va hozirda shu bilan shug'ullanyapmiz. Hozirgacha bu yoqda Imkon Ventures haqida qisqacha ma'lumotlar keltirilgan. 5 tacha loyihaga pul tikkanmiz, yana 3 ta loyihaga pul tikdik. Har oy 3 tadan startapga pul berib boryapmiz. O'rtacha cheklarimiz $30 ming dan $200 ming gacha va o'rtacha biz kompaniyalardan odatda 5% bilan 10% orasida sotib olamiz har bir tikkanimizda. Rahmat. Endi shu o'rinda yana bir savol tug'iladi. Tabiiyki, aynan venture fonddan pul olishni o'zini bosqichlari bo'ladi, to'g'rimi? Shular haqida ham bir qisqacha aytib o'tsangiz. Asosan venture fonddan pul olishni 5 ta bosqichi bor. Bular pre-seed, seed, Series A, Series B, Series C. Series C ni bu yog'iga o'tgandan keyin bular asosan katta kompaniyalar hisoblanadi, startup hisoblanmaydi. Bu bosqichlarda startuplar o'zi birinchi qilinadigan ishi MVP qurilarida oldin. MVP qurishligi uchun 3 ta, 5 ta, 10 talab jamoa kerak bo'lgan va shunga moslab pre-seed degan raund ochishib, startuplar o'rtacha 10% kompaniyasidan ulushini sotib, vencherlardan pul olar edi. O'rtacha 1 million, 5 million orasida atsenga qo'yib. Lekin hozirgi davrga kelib AI rivojlanib, MVP qurishni o'zi muammo bo'lmay qoldi, komanda kerak bo'lmay qoldi. Shuning uchun pre-seed degan moliyalashtirish dasturi yo'q deb hisoblashgan bo'ladi bu yog'iga. Asosan seed, Series A, Series B, Series C bosqichlari. Bu bosqichlarda startuplar vencherlardan pulni olishadi. Odatda 10% o'z firmasidan ulushini sotadi. Boshqa venture fondni uchidil qilib olib kiradida, kompaniyasini asosan rivojlanishiga ishlatadi. Kompaniyasiga xodim olishligi mumkin yoki marketingga ishlatishi mumkin yoki tovar olishligi mumkin startup agar bu yoqda oldi-sotdi bilan shug'ullansa. Shunaqa. Shu bosqichlarga bo'linadi hozir. Tushunarli. Endi har bir bosqichda qancha sotish kerak?
aytib o'tganimdek o'rtacha 10%. Har bir boshqa 10% dan sotib borsa, founderlarning o'zlarida Series C ga borib o'rtacha 40-50% ulush qolishligi. Bizda O'zbekistonimizda kuzatiladigan ko'p xatolardan biri startaplar yangi loyihasini olib borsa, angel investorlar deymiz, o'shalarga ular 50% so'rashadi, 40% so'rashadi, 30% so'rashadi. Bunaqa so'rovlar odatda bizning tilda shark so'rovlar deyiladi va venturelarga yoqmaydi bu. Sababi startapchi o'zini g'oyasini bor, puli bor insonga taqdimot qilsa, o'sha taqdimotiga qarab 50% ni olib qo'ysa, ertaga u startap yaxshi darajaga chiqa olmasligini birinchi sabab bo'ladi bu. Chunki startap kattalashgan sari o'ziga kelayotgan tushumni kattalashishini ko'rib borishi kerak. Shunga qarab harakat qilib startapni rivojlantirishligi kerak. Bizda misol aytib o'tganimdek 50%, 30% olib qo'yishadi-da, ertaga startap bir yaxshi bosqichga chiqqanida, ko'p foydalanuvchiga ega bo'lganida yana qo'shimcha mablag' kerak bo'lganda 30%, 50% olib qo'ygan odam unaqa mablag' bera olmaydi. Odatda men 1 million bilan 3 million dollar orasida gapiryapman, bunaqa mablag'. Va shunda startapper o'zini yopiq ko'chaga kirib qolgandek ko'radi va yog'iga rivojlantira olmay qoladi startaplar. Shuning uchun biz venture fondlar odatda 10% ulush olamiz har bir bosqichda. Keyingi bosqichga yana ham foydalanuvchi ko'payganda yana qo'shimcha investitsiya kiritamiz va boshqa atsenkada kiritamiz. Rahmat. Yashin aka, marhamat. Oldin keling, muvaffaqiyatsiz bo'lgan startaplar haqiga to'xtalib o'tsak. Uzunma siz faoliyatingizdan kelib chiqib aytadigan bo'lsak, bunday holatlar qanday yechiladi va keyin muvaffaqiyatlar haqida ham gaplashamiz. Aslida muvaffaqiyatsizlik ham normal holat hisoblanadi startaplarda. Uni kutish kerak. 7 yilgacha adashmasam, to'g'rimi, Tohirjon? 7-10 yil davomida kuzatiladi startap, keyin fail deb e'lon qilinadi. U agar venturelardan investitsiyalar olgan bo'lsa, o'sha venturelar ularni bosim beradi, ishlatadi, keyin fail deb e'lon qiladi. U normal holat. Uni Amerikalarda, Yevropalarda normal qabul qilishadi. Ya'ni fail bo'lgan startapper umuman startap qilmagan odamdan ko'ra yaxshiroq hisoblanadi. Normal holat hisoblanadi. Bozordan kelib chiqib, fail bo'lish ehtimolligi bor. Harakat qiladi, pivot qiladi, o'zgartiradi sohasini yoki yangi yo'nalishlarga kirishga harakat qiladi. Oxirida fail deb e'lon qiladi. Hozirda bizda O'zbekistonda menimcha bitta startap bo'ldi shunaqa. Aloqa Ventures'ning portfelida fail deb e'lon qildi. Meni bilishimcha keyin Amerikaga ketdi. Bu yoqda nimadir qilaman deb. Qolganlari ishlayapti. Fail bo'lgan va e'lon qilmagan startaplar ham bor. Yana harakat qilib nimadirlar qilishga harakat qilyapti. Fail masalasidan qo'rqmaslik kerak. Startap qilayotgan odam fail bo'lishga haqqi bor. Boshqa traditsion an'anaviy bizneslarda ham bor-ku bu narsa. Faqat startapda emas. Bunga qo'shimcha qilib ketsam, odatda an'anaviy bizneslarda 50% fail bo'lsa, 50-60%, startaplarda 90-95% fail bo'ladi. Buni venture fondlar tabiiy qabul qilishadi va misol biz Imkon Ventures'dan 30 ta kompaniyaga pul tikmoqchimiz keyingi 2 yil davomida. Bularni 25 tasidan biz umuman hech narsa kutmaymiz. Xayolimizda ular fail deb hisoblanadi. Qolgan 5 tasini 4 tasidan yaxshigina tushum kutsak, bittasidan shu unicorn darajasida kattaroq milliardlik kompaniya bo'lishligini kutamiz. Qolgan 25 tasiga bergan pulimizdan rozi bo'lamiz. Venturelarni startap olamida faoliyatda failga bog'liq shunaqa bo'ladi. Rahmat. Endi yana bir savol, mana Yaqin Sharqdagi faoliyatingizdan kelib chiqadigan bo'lsak, bugungi kunda Yaqin Sharq, masalan shu Qatar, u yerda mana venture fondlar qanday startaplarga umuman yo'q deyapti. Xo'p, har bir bozorning o'ziga yarasha tabiiy holat bo'ladi. Misol O'zbekiston bozorida avtomatlashtirish, digitizationga qarab talablar, muammolar har xil bo'ladi. Bilasizlar, juda ham rivojlangan davlatlardan biri Qatar. Shu Dubay, Qatar, shu kerak bo'lsa Amerikani 51-52-shtati sifatida ko'riladi rivojlanish darajasida. E-commerce yoki marketplace yoki fintech bo'yicha pul o'tkazmalari bo'yicha loyihalar olib borsangiz, bularga albatta yo'q deyiladi. Sababi bu yerda 2010-2015-yillarda qilingan loyihalarda bular o'zi dunyo darajasida bu loyihalar bo'lib bo'lgan u yerda va ularni katta gigant firmalar yuritadi. Rahmat. Endi marhamat auditoriyadan savollar bo'lsa, bemalol boshlaymiz navbat bilan. Assalomu alaykum. Yana bir bor men savolim Yo'ldosh akaga. Biz bilamiz, hozir Xorazmda ham IT kompaniyalarining soni oshib bormoqda, lekin ularning aksariyat qismi lokal IT marketga e'tibor qaratishadi. O'zlarini portfoliosini yangilab, o'zlarini IT uslugalarini boshqa davlatlarga sotishda qanday harakatlar ketma-ketligini ular amalga oshirishi mumkin. Bilamiz, sizni tajribangiz bor bu borada. Shuning uchun shu savolni so'ramoqchi edim sizdan. Rahmat.
boshidagi 4 ta stadiyani oladigan bo'lsak, birinchisi o'sha outsource, outstaff etapdagi kompaniyalarda hozirda o'zi IT Parkda o'sha Go Global dasturi bor va ular butun dunyo bo'yicha tenderlarda qatnashish saytlarni ro'yxatini bergan to'g'ridan to'g'ri. Endi men umuman tenderga aralashmaganman. Rosti bizada ko'proq people based companyda. To'g'risi outsource kompaniya sifatida taxminan 2-2,5 yildan keyin biz doimiy partnerlarga ega bo'lishni boshlaganmiz O'zbekiston bozorida hamda. Globalga chiqqan paytingizda ham o'zi menimcha bir 3 ta kompaniya bilan ishlaganingizda kamida bittasi sizga keyingi proyektni beradi. Imенно chiqish bo'yicha boya aytganimdek tenderlar IT Parkda o'ziniki bor yoki bo'lmasam to'g'ridan to'g'ri menimcha Google qilishni o'zi buning uchun yetarli. Lekin o'zingizni produktingizni chetga olib chiqish bo'ladigan bo'lsa, bu narsa bo'yicha bilmadim, odatda baribir baryerlar bo'lsa kerak, ya'ni O'rta Osiyodan bizada bo'lgan shunaqa holat, O'rta Osiyo nomidan qaysidir produktni email rasilka qilish holatini tekshirganmiz. Bu holatda O'rta Osiyoga nisbatan ishonchsizlik paydo bo'lganday bo'lgan. Masalan, Yevropa davlatlari ko'pincha даже O'rta Osiyodan xodimlarni olishni to'xtatishgan. O'shaning uchun bilmadim, odatda bu holatda men tavsiya bergan bo'lardim. Misol, yaqinda Londonda World Fintech Connect konferensiyasida qatnashib keldik. U yoqqa borgan katta ko'pchilik bilan gaplashsak, o'sha community uchun borgan, community ham ulardan olish uchun emas. Masalan, chetdan borganlar bilan gaplashsak, aynan o'sha joyda prezentatsiya ketyapti-da har xil produktlar. O'sha produktni egalariga "Davay, men senga produktimni beraman, sen o'zingni marjanga qo'yginda sotish" degan ideologiya bilan borgan. Bu haqiqatda yeydigan tema. Ya'ni masalan, rosti sal upakovka ham bu yerda rol o'ynaydi-da. Agar masalan O'zbekistondan chiqib ko'rdingiz, sotuv bo'lmayapti, iloji bo'lsa boshqa kompaniyaning nomidan yoki bo'lmasam boshqa davlatning nomidan chiqib ko'rishni ham men tavsiya bergan bo'lardim. Bu narsa kompaniyasini aytmayman. O'zbekistonda asos solingan bitta yaxshi, juda ham ko'p startaplari, proyektlari bor bitta kompaniya. Qaysidir produktlarni Angliyadagi firmalar orqali sotyapti. Sababi unda O'zbekistonning nomidan sotish imkoni bo'lmagan. Birovni sekretini ochiqlash yaxshi emas, lekin bu narsa praktikada bor. Men shunaqa tavsiya bergan bo'lardim. Men ko'rgan 100% yegan keyslar mana shu. Bu yerda balki sizda ham javob bo'lar. Outsourcing bo'yicha biz ham shug'ullanamiz. To'g'ri aytyaptilar. Bizda ham kompaniyalar bor chet elda. O'zimizning nomimizga ochilgan invoicelarni u davlatlardan beramizda, pulni yo'qqa tushiramiz. U yoqdagi kompaniya, bu yoqdagi kompaniyaga zakazchik bo'ladi. Bu normal holat bo'lsa kerak. U IT Parkning rezidentimiz, pullarni tushirib turib ishlataverasiz. U tomonda muammo yo'q. O'zbekiston qonunchiligi bo'yicha ham unaqa kompaniyalar ko'p bo'lsa kerak. Hozir u nomma-nom aytsa ham hech narsani o'zgartirmasa kerak. Savolim startup garajga bo'ladi. Misol uchun hozir sizlarda 6 haftalik o'qish bor. Hozir 2-mavsumga o'tganlar uchun 6 haftalik o'qish bor. O'sha o'qish jarayoni offline bo'ladimi, onlayn bo'ladimi va u paytda nima qilinadi asosan? Hozir ikkinchisida men xabarim yo'q, nimalarni qilishyapti. Birinchisini onlayn o'tkazgandik. O'sha har xil startaplarni chaqirib turib, akseleratsiyada o'tkazgandik. Undan tashqari bizda doimiy bor bu narsa. Rezident bo'lsangiz, o'sha ajratilgan partnyordan xohlagan savollaringizni bersangiz, sizga connection qilib beradi, chiqarib beradi. Hozirgi 6 haftaligi meni bilishimcha ham onlayn ham offlaynni yo'lga qo'yishmoqchi. Keyin undan tashqari Founder School'mi degan application ham chiqardik. O'shani ham ko'rsangiz bo'ladi. Hamma informatsiyalar bor. Hozir 4000 taga yaqinlashdi adashmasam, Founder Community'dagi rezidentlar soni. Bu yo'lda startapingiz bo'lmasa ham, gaplashsangiz bo'ladi bir-birovlaringiz bilan. Assalomu alaykum. Tashriflaringiz uchun rahmat. Savolim Revo kompaniyasiga edi. Sizlarda startup inkubator borligi haqida aytdingiz. O'shanga qo'shilish, o'shanga topshirish bo'yicha ozroq ma'lumot bersangiz. Buni globallashuvi hali endi nima qilyapti va bu hozircha o'zi ichki xodimlarni ideyalarini olib chiqib turib, buni realizatsiya qilish va ularni kommersiyaga o'tkazish amalga oshiryapti. Lekin yaqin kunlarda menimcha to'liq o'shanga ham saytda haligacha ham coming soon. Ya'ni bu publichniy bo'lish kerak o'z aslida. Buni tartibi bo'yicha hali jamoa bilan yana bir marta kelishib, menimcha doполнительный informatsiya bersak kerak. Lekin bemalol hozirdan bizga borib turib gaplashib, talabga qarab ham biz qandaydir taklif qo'yarmiz. Birgalikda qilamizda. Ya'ni misol nima deydi, biron bir produkt chiqarsangiz ham klient bilan gaplashmasdan o'zingiz bilan o'zingiz nimadir qilmaysiz-ku. O'shanga kakras Tohirjon akalar bilan ham xudo xolasa bugun tadbirdan keyin bitta maslahatimiz bor o'sha temada. Yaqin kunlarda e'lon qilamiz. Ha, rahmat. Undan tashqari Imkon Ventures bizda agar g'oya bo'lsa, startapimizni pitch qilmoqchi bo'lsak va sizlar bilan hamkorlik qilmoqchi bo'lsak, bu qanaqa amalga oshiriladi? Shu haqida ma'lumot bersangiz.
kontaktda asosan hozir veb-saytimiz bor. Veb-saytdan topshirsangiz bo'ladi. Men veb-saytni o'zimni Telegramga ulab qo'yganman. Har bir pitch, har bir topshirilgan g'oyani ko'rib turaman. Agar bizning mandatimizga, biz o'ylagan, ko'ra olgan bozor bo'yicha bo'lsa, loyihangiz, o'zim aloqaga chiqaman shaxsan. Agar aloqaga chiqmasak, tushunsangiz bo'ladi, bu loyiha yo biz o'zi moliyalashtirib bo'lganmiz yoki biz uni kelajagini ko'ra olmagan loyiha bo'ladi. Chunki hozir bizga topshirilayotgan g'oyalar juda ham ko'p. Ko'plarida faqat g'oya, ish qilinmagan, startapda foydalanuvchilari yo'q yoki veb-sayt qilgan bo'ladi, veb-saytiga borsada yaxshi ishlamagan bo'ladi. Shu taraflari bizga yoqmasa, aloqaga chiqmaymiz. Shu asosan biz bilan birinchi bog'lanish veb-saytimiz orqali. Yaxshiroq startap bo'lsa, foydalanuvchilar soni ko'p bo'lsa, oldin pul ko'targan bo'lsangiz vencherlardan yoki angel investorlardan yoki mana Revo pul tikamiz deyapti bu yoqiga, Revodan ko'targan bo'lsanglar, bular orqali kelsanglar bizga, bu ham bitta yo'li. Ehtimollik nazariyasi qanaqa bo'ladi? Agar biz startap inkubatorga qatnashgan bo'lsak, unda ham startap inkubatorda tayyorlanadi startaplar. O'shanda ham yutish ehtimolimiz ko'tariladimi sizlardan fond ko'tarish? Bir narsani tushuntirib o'tganda, shu yerda O'zbekistonda qaraladigan narsa, misol men mana musobaqada yutdim, loyihamni ko'tardim, endi menga pul ber deydigan narsa venture bozorida bunaqa ishlamaydi. Inkubatsiyadan biz bilamiz shaxsan inkubatsiya yuradigan bolalar ko'p. Misol bitta inkubatsiyada bitiradida, qanchadir grant oladi, 15 ming dollar. Boshqa inkubatsiyaga boradi, yana yutadi, grant olib yuradi. Biz unaqalarga qaramaymiz, ya'ni ehtimollik bo'yicha 0 deb ayta olaman. Sababi bitta inkubatsiyadan o'tsa o'zi yetadi. Boshqa inkubatsiyada qo'shimcha ma'lumotlar, yangi ma'lumot berilmaydi. Bizga ko'proq bozorni tushungan, o'zini sohasini mutaxassisi. Misol startap qilishidan oldin qandaydir loyihalar qilgan bolalar bilan ishlaymiz ko'proq. Assalomu alaykum. Startaplarni hozir aytdingiz, preset уже yo'q dedingiz. Ideya bosqichidagilarki ularga investitsiya tikilmay turibdi. Seedga o'tdi yoki seriyaga o'tdi deylikda. Uni sizlar scout qilasizlarmi? Keyin pipeline ga o'tish jarayoni qanaqa bo'ladi? Misol uchun Imkon VC ekosistema bo'yicha ishlaydi-da. Uni kim check qilib oladi? Bizda check qilish bo'yicha jamoa bor. O'z ekosistemamiz qanaqa qurilgan? Birinchi o'rinda startup garaj. Asosiy bizni deal flowimizni olib keladigan inkubation center. Startup garajdan tashqari hamma venture fondlar hozir Toshkentdagi venture fondlarni o'zini qoshida inkubatsiya sentrlar ochilyapti. IT Park o'zida ham bor. Bular bilan doimiy aloqadamiz. Bizga doimiy o'zlarini pipeline'da jo'natib turadi. Ya'ni bizda shunaqa inkubatsiyadan startaplar o'tyapti, yoqqanini ko'ringlar deb. Hop, ularni tanlab olib biz pul tikamiz. Hozir aytganimdek 30 ta loyihaga pul tikmoqchimiz 2 yil davomida. Hop, bu 30 ta loyihada asosan seed yo'nalishida deb qaraymiz bu 30 ta loyihaga. Ularning ichidan yaxshi performance ko'rsatgan startaplar bo'lsa, keyingi bosqichga o'tkazamiz, Series A. O'zini raundini 1 yil 2 yildan keyin ochamizda, boshqa fondlarni topib kelib, o'zimiz tikkan portfolio kompaniyalarimizga Series A bosqichini qilamiz. Agar O'zbekistondan bo'lmasa, chet eldagi yaqin sharqdagi fondlar yoki hozirgi kunda Malayziyadagi Hasan VC degan fond bor, o'sha fond bilan ham hamkordamiz. O'shalar orqali yoki Singapurdan, shu yoqlardan pul tortib, Series A, Series B bosqichlarini o'zimiz portfelimizdagi kompaniyalarga ochamiz. U pipelinedan o'tish requirementi qanaqa bo'ladi shunda? Xo'p, buni requirement o'zi aslida yo'q. O'zi startap o'sib borish jarayonida shunaqa darajaga yetadiki, hozirgi xodimlari bilan qanchadir patologini uradi. Buni tepasiga chiqa olmasligini o'zi tushunib yetadi. Yangi bosqichga chiqishligi uchun unga qo'shimcha mablag' kerak bo'ladi. Hozirgi topayotgan puli komandaga kirib ketadi-da, qo'shimcha mablag' kerak bo'lib qoladi. Yana ham mas'ullashtirish uchun startapni. O'sha joyi ba'zi startaplar uchun 6 oy, ba'zilari uchun 5 yillab ketishi mumkin. Requirementlari shu, seed bosqichida misol 3 million dollar yoki 5 million dollar atsenkada investitsiyaga kiritgan bo'lsak, atsenkamiz asosan revenuega qaratamiz. Ya'ni ularga tushayotgan adxodga. O'shani 2x yoki 3x qilib beramiz odatda. O'sha revenuesi 5x yoki 10x bo'lgan bo'lsa, keyingi bosqichga o'tdi deb hisoblasak bo'ladi. Growth bo'yicha-chi, qisqa muddatdagi growth bo'lsa, 2 oylik misol uchun 2000-3000 MRR qilgan bo'lsa agar, bu 70%, 80% bo'lgan bo'lsa, atsenka qanaqa bo'ladi? Atsenkasi o'zgarib turadi, shu growthga qarab, lekin round ochmaymiz. Sababi agar growth shunaqa zo'r ketayotgan bo'lsa, yana qo'shimcha kapital kerak bo'lsa biznesga ochishligimiz mumkin. Unda ham kamida 4 oy kutamiz. 4 oy eng kam muddat keyingi raund uchun 4 oydan keyin ochamiz keyingi raundni. Assalomu alaykum. Men Al-Xorazmiy universiteti talabasiman. Savolim Tohirjon akaga.
hardware as a service bo'lgan, ya'ni hardware bilan ishlaydigan startaplarga ham sarmoya kiritasizlarmi? Juda ham ko'p venture fondlar asosan software startaplarga sarmoya kiritadi. Hardware'ga ham kiritamiz biz. Faqat qanaqa hardware'ga ertaga bozorda scale qilish oson bo'lgan startap bo'lsa, ya'ni hozirgi kunda qarayotgan bitta loyihamiz bor. Ular suvdan batareyka BEST degan tizimi bor. Shunga elektrda ishlab chiqaradigan loyiha qilishyapti. Ular hardware qilishyapti, lekin uni ertaga anhor bo'ylariga qo'ysangiz, kattalashtirib yuborish, bozorga katta miqdorda tok yetkazib berish oson. Shunaqa loyiha bo'lsa, ya'ni ertaga kam kapital bilan tezda bozorda egallay olish potensiali bo'ladigan hardware bo'lsa tikamiz. Lekin ba'zi hardwarelar bor, misol qancha pul tiksangiz ham tezda hamma ommaviy foydalana olmaydi. Ya'ni ommaviy foydalanish uchun yana shuncha ko'p pul tikishingizga to'g'ri keladi. Misol mashina biznesi hardwarelardan yoki telefon, bunaqa loyihalarga pul tikmaymiz. Hardwarening ham shu har xil taraflari bor. Qo'shimcha savol, agar o'sha hardware yoki bo'lmasam boshqa proyektlarimiz ko'proq исследовательский bo'lsa, ya'ni boshlang'ich kichik rezultatlar olingan, lekin buni optimallashtirib ko'proq yechimga ega bo'lishi mumkinligini sizlarga pitch qilsa, bu holatda qanaqa bo'ladi? Ya'ni qanday baholash mezoni amalga oshiriladi? Bu yoqda aniq bo'lmagan, lekin qilib bo'ladigan narsa. Bu ham yaxshi savol. Bunaqa loyihalar ham kelib qoladi. Bunda asosan biz founderga qaraymiz. Ilmiy deganingizni ham universitetlarda bilishadi. Ilmiy ish qiladigan toifadagi PhD'chilar bor yoki o'zi bir muammoni ko'rganda ichida yonib shuni yechishim kerak, dunyoda bunaqa yechim yo'q deydigan founderlar bor. O'shunaqa founder bo'lsa, baholab o'rtacha 10% ni baholaymizda, beradigan kapital requirementsga qarab, o'sha ilmiy ishni davom ettirish uchun 100 ming, 200 ming kerak bo'lsa, o'rtacha 10% ni so'raymiz firmasidan va kutamiz o'sha o'ylagan narsasini yetishlikka. Hardware bo'yicha odatda bunaqa narsalar kamdan kam bo'ladi. Hardware bo'yicha Xitoy, AQSh yoki Tayvanlar bilan musobaqa qilish qiyin, chunki ularda mutaxassislik bizda ancha rivojlangan. Lekin biz qilishimiz mumkin bo'lgan sohalar farmatsevtikada yoki agroda, O'zbekistonning ichida o'zimizga bilinadigan, misol dalaga borsangiz bironta mahsulotning o'smasligini yechimini topa oladigan loyihalar bo'lsa va bizga uni tushuntirib bera olsa, ertaga O'zbekiston darajasida ishlatilishi mumkin bo'lgan dorini ishlab chiqarishga qandaydir ekspertizasi bo'lsa, unga faqat pul kerak joyiga taqalib qolgan bo'lsa, berishligimiz mumkin. Misol uchun startaplarni bilamiz, bozor analiz qilinadi. Bozordagi analoglar, misol uchun 50% yoki 60% shu qilayotgan startapga o'xshaydigan bo'lsa, sizlar ularga qanday qaraysizlar? Ya'ni bunga ham pul tikasizlarmi yoki iloji boricha analogi yo'q startaplarga pul tikasizlarmi? O'z iloji boricha analogi yo'qlarga tikamiz. Sababi innovatsiya sifatida qaramaymiz agar analogi bo'lsa. Innovatsiya degani haqiqatda hech qayerda analogi yo'q bo'lgan loyiha bo'lsa, boshqa gap. 50-60 deyapsiz, bu juda ham katta o'xshashlik emas. 80-90% o'xshashlik bo'lsa, keyin analog sifatida qaraymiz. Bunga hamma har xil qaraydi. Menga masalan qiziq ham berdingiz shunga. Mana bozorda bor startapni qilayotganlar ko'proq qiziq. Mana aka masalan CRM qilyaptilar. Bitrix ham bor, Amo CRM ham bor ertaga. Bular ham qo'shilishlari mumkin bozorga yetarli darajada. Menda bitta kichkina qo'shimcha o'shanga, men ham shu fikrlarni qo'llab-quvvatlayman, lekin bu yerda eng asosiysi mana shu savolga javobki, nima uchun takroriy, mayli, даже 10% farq qilsin, lekin o'sha 10% qayerda degan narsani baholash. Balki o'sha 10% bu yoqdagi 90% ni o'rnini bosadigan narsa bo'lishi mumkin. Masalan, biz ham avtomato proyektimizda konkurentlari juda ham ko'p bozorda. O'shanda ham masalan 2,5 yil vaqt ketkazib bo'lsa ham, summasini aytib o'tirmayman yaxshisi. O'shancha summa ketkazib bo'lsa ham biz chiqardik va o'z o'rnimizga ega bo'la oldik-da. Lekin ko'rgan odam masalan klient oldiga borsak, o'sha ko'rsatib bersak, bizada farqlarimiz bor. Farqimiz bo'lganda ham bizada ham men o'ylayman, именно birinchi bizani yozilgan modul nasiya biznes sohasini avtomatlashtirish bo'lgan. Farqimiz bo'lsa bir 20% chiqadi, taxminan maksimum 20% chiqadi. Lekin nimaga ular bizga o'tdi? Bozordagi konkurentlarning eng krupniy klientlarini bizga olib o'tdik. Misol, o'sha narsasini agar o'lchab ko'rish kerak, agar o'sha revenue bera oladigan darajada bo'lsa, menimcha bosib borish kerak. Lekin narx bilan konkurensiya qilaman degan narsa bu yerda ishlamaydi. Misol, ko'pchilik masalan, o'sha B2B agar ishlayotgan bizneslar bo'lsa, biznes hech vaqt ham prosta narx uchun tizimini o'zgartirishi, ayniqsa o'zi masalan oddiygina biz masalan avtomato bilan boramiz, Excelda ishlayotganlar bor. O'sha Exceldagilarni bu yoqqa olib o'tishda o'zi bir azobda. Misol, shunchaki отказ qiladilar.
qo'pol qilib aytganda chirib yotgan tizimda, lekin uni fikrini o'zgartirishni o'zi bir azob. O'shaning uchun даже tekinga beraman, pul beraman, ishlatasanmi desa ham ishlatmaydi-da. O'sha farq muhim. Savollar bormi? Bo'lmasa mehmonlarimizga bitta qarsak chalib qo'yamiz. Katta rahmat hammaga. Yo'ldoshboy Sultonov, rahmat, Yashin Boltayev, Tohirjon Mirzajonov, Maksim, Pavel, juda xursand bo'ldik sizlarni ko'rib. Undan tashqari chiroyli taqdimot qilgan mana Shahzodbek, Javlonbek, ularga ham alohida rahmat aytib qo'yamiz. Bugun biz siz bilan birgalikda Revo'da 2026 da ko'rishdik va o'tgan 2,5 soat vaqt davomida sizga ozgina bo'lsa ham nimadir bera olgan bo'lsak, biz bundan juda mamnunmiz. Revo 2027 da albatta ko'rishamiz. Ungacha esa yanada rivojlanamiz, yanada o'samiz va yangi muvaffaqiyatlar bilan sizni e'tiboringizni tortishga, siz bilan yana suhbat qurishga, siz bilan mana shunday savol-javob qilishga har doim oshiqamiz. Sog'lik tilaymiz, hammaga omad tilaymiz. Biz bilan birga bo'lganingiz uchun rahmat. Omon bo'linglar. Rahmat.